Salomlashdik hammaga. Assalomu alaykum yana bir marta. Barchalarni ko'rib turganimdan xursandman. Xush kelibsizlar. Bugun SMM orqali birinchi qadam va daromad topish, SMM orqali daromad topish mavzusida bepul marafonimni boshlaymiz. Xudo xohlasa o'tkazamiz. Tak, bugun master klassni oxirigacha o'tirganlar uchun $500 daromad nomli bonus darsligimni bepulga beraman. Ya'ni qanaqa qilib $500lik strategiya orqali daromad topish nomli bonus darsligimni sizlar uchun saqlab qo'ydim. Marafonni oxirida o'tirganlarga oxirida beramiz shu darsda. O'shaning uchun marafonda oxirigacha o'tiringlar. Tak, bu yerda yangilar ko'p. Mani tanimaydiganlar ham bor, mani taniydiganlar ham bor. O'shaning uchun mani tanimaydiganlar uchun o'zimni qisqagina tanishtirib o'taman. Nilufar Baxtiyorovman, 6 yillik ish tajribaga ega SMM mutaxassis, amaliyotchi SMM mutaxassisman. Shunchaki o'qib chiqib targ'ib qilib yurganim yo'q. Aynan o'qib mana shu sohada o'zim ishlab, loyihalarning ustida ishlab kelyapman 6 yildan beri. SMM mutaxassis va marketologman. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlar ekspertiman. Instagram orqali daromad kursini muallifiman. Instastart kursini muallifiman. Shu paytgacha 600 dan ortiq ayollarga dars berib kelganman va shu paytgacha 70 dan ortiq mamnun mijozlar bilan ishlab, ularga o'zimni ishimni natijalarini ko'rsatib kelganman va hozirgi kunda ham shaxsiy brend va korporativ proyektlar bilan ishlab kelib, mana shu natijani ko'rsatishda davom etib kelyapman. Xo'p, oilaliman va 4 farzandni onasiman. Xo'p, nega mani eshitishingiz kerak? Aniqdan rasmda ko'rib turganinglardek, avvalgi Nilufar, 6 yil avvalgi Nilufar, ya'ni hozirgi yo'nalishimdan avval umuman daromad manbaim bo'lmagan. Faqat turmush o'rtog'imdan, aksariyat ayollardagi turmush o'rtog'imdan pul olardim, pul bersalar ishlatardim, pul bermasalar ishlatmasdim, yalinib so'rab o'tirardim. Hozirgi B nuqtam esa hozirgi kunda 6 yillik tajribam bor. SMM va marketingda 70 dan ortiq loyihalar bilan ishlaganman va 600 dan oshiq ayollarga kasbimni o'rgatib kelyapman va NB Media Agency'im bor. Daromadim oyiga $2000 dan boshlanadi. Xo'p, men haqimda bilib oldinglar, o'rtoqlar. Kelinglar sizlar bilan tanishamiz qisqa lo'nda. Qattansiz, necha yoshsiz? Shunday yozsanglar, men o'qiyman har biringlarnikini, qisqa tanishib olamiz. Tak. Yozinglar. Assalomu alaykum. Vrach, tabib, psixolog, psixoterapevt. Men o'zimni xizmatlarimni xalqqa taqdim qilish. Sardor Sultanov. Zo'rku. Tak. Menda blogim boshlanish mo'ljal qilyapman. O'shanga iltimos yaxshilab o'rgating. Shahzoda, oxirigacha o'tiring. Tak, Surxondaryodan 23 Zuhrova. Samarqanddan 43 yosh Dilnoza. Tak, Xurshida 38 yosh. 38 Shahzoda 25. Toshkent 47 yosh Umida. Tak, Feruza Samarqand 35 yosh. Feruza 37 yosh Samarqanddan. Abdulhamid Toshkent uy bekasi. Hamja turmush o'rtoqlarini nimalardan, akkauntlardan qilgan bo'lsalar kerak. Yulduz Xorazmdan 14 yosh. Tak, Piskent tumanidan 28 yosh Maqsuda. Tak, Diloram uy bekasi 54 yosh. Buxorodan ekanlar. Tak, Xurshida, men dietologman, shaxsiy brendimni yuritmoqchiman. Tak, Xurshida Hasanova, молодец, shaxsiy brendni yo'lga qo'yish kerak agar dietolog bo'lsangiz. Dilafruz Toshkentdan 32 yosh. Zarifa Buxoro, ismim Durdona, talabaman 18 yosh. Tak, Buxoro, Nigina 25 yosh. Tak, Zuhra 97-yil ekanlar, uy bekasi ekanlar. Kamola 41 yosh ekanlar, Buxorodan. Tak. 35 yosh Jizzaxdan Nafisa. Tak, давайте, o'rtoqlar, tanishganimdan xursandman. Tak, yozishyapti. Sevara 35 yosh hamshira. Tak, ismim Mubina. Toshkentdaman, yoshim 14 da. Adamni Instagram
Instagramlarni yurg'izmoqchiman. Buning uchun SMM o'rganish shart. Ha, конечно, mubina, albatta. Adezlarni Instagramlarini yuritmoqchi bo'lsangiz, adezlarni bizneslarini yuritmoqchi bo'lsangiz, SMMni o'rganishingiz kerak. Давайте o'rtoqlar boshlaymiz. Tak, tanishib oldik. Tak, tanishganimdan xursandman sizlar bilan. Endi boshlaymiz. O'rtoqlar, nima uchun aynan SMM? Ya'ni, bu sohaga men qanaqa qilib kirib qolganman, hozir qisqa tushuncha beraman va asosiy mavzuga o'tamiz. Chunki baribir men qanaqa qilib kirib qolganimni sizlarga ko'rsatib beribman, asosiy mavzuga o'tsam, sizlarga yana ham yaxshi tushuncha bo'ladi, yana ham sizlarga yaxshi yetib boradi. Xo'p, o'rtoqlar, o'zi meni aslida 2 ta diplomim bor. Ya'ni men Sharqshunoslik institutini tugatganman va Toshkent davlat pedagogika universitetini bitirganman. Lekin ikkala sohamda ham ketmaganman. Chunki u sohamda ham sharqshunoslikda ham ishlaydigan bo'lsam, men offlayn tarzda ishlashim kerak bo'lgan. Pedagogikada ham offlayn tarzda ishlashim kerak bo'lgan yokida bog'chada yokida maktabda dars berishim kerak bo'lgan. Men offlayn tarzda ishlagim kelmagan. Sababi meni o'sha ikkita bundan 6-7 yil avval ikkita bolalarim bo'lgan. O'g'illarim ketma-ket tug'ganman va men ular bilan offlayn tarzda ishlagim kelmagan. Offlayn tarzda ishlagim kelmagani uchun izlanganman. Ya'ni qanaqa nima ishi bor ekan, men bemalol ishlasam, ham farzandlarimga qarasam, ham uy ishlarimga va shu bilan birgalikda ishlasam deganman. Lekin oradan vaqt o'tdi, zerikdim uyda. Bolalarim bog'chaga borishardi va imij yo'nalishiga qiziqib qolganman. Ya'ni imij stil yo'nalishida. Bu yo'nalishda ham o'qiganman, juda ham yaxshi professional mutaxassislarda o'qib chiqqanman. Ammo bu yo'nalishda ham o'zim istagandek daromad topolmaganman. To'g'ri, ishi bo'yicha masalan haftada 2 marta, 3 marta ishlasam, lekin ertalabdan kechgacha ishlanadigan ish edi. Ammo daromadga o'zim istagandek chiqolmaganman. Xo'p, oradan ma'lum muddat o'tgandan keyin 3-farzandim Safiyadan keyin dekretda bo'lganman. Qo'limda chaqaloq bo'lgan. Covid davrlari boshlangan davrlar bo'lgan. Ko'pchilik bizneslar esinglarda bo'lsa qulagan, ya'ni yaxshi zo'r ishlab ketayotgan bizneslar qulagan. Shu tarzda meni ham turmush o'rtog'imni avvalgi ishlari o'zgarib, men o'zim pul tomondan qiynalishni boshlaganman va pul tomondan qiynalishni boshlaganimdan keyin men nimadir qilib bo'lsa ham, mana shu uyda o'tirib, dekretda bo'lib, pul topishim kerak, onlayn tarzda deb mana shu narsa xayolimdan ketmasdi. Va hamma uy bekalaridek qo'limdan telefon tushmagan, ya'ni Instagramda o'sha boshqa blogerlarni tomosha qilardim. Lekin u paytda asosan rus blogerlarini kuzatardim. Hozirdagi o'zbek blogerlari kam blogerlar rivojlangan edi. U paytda 6 yil avval endi 2 ta 3 ta blogerlar bor paytida, unaqa ko'pmas edi. Va rus blogerlarini kuzatganimda bitta rus blogerini kursini ko'rib qolganman. Ya'ni u bloger qanaqa pul topardi, u bloger ham xuddi shunaqa targ'ib qilardi. Ya'ni bitta telefonim orqali va bitta dona internetim orqali men xohlagan joyimdan pul topaman derdi. Men hayron bo'lardim. Shunday qilib bitta telefon orqali, internet orqali onlayn tarzda xohlagan joydan pul topishim mumkin derdim. Juda ham hayron bo'lardim. Havasim kelardi. Shunda yo'li bormikan, qandoq qilarkan deb. Ular endi ruslar o'sha chet sayohatlarda yurishardi, har xil dengizlarni oldida o'tirib, mana telefonda ishlayapman, dengiz oldida o'tiribman, oldimda fresh turibdi, я зарабатываю лёжа deb mana shunaqa istoriyalar qo'yishardi, Instagramlarni yurishardi va rosa havasim kelardi. Va bir kun mana shu bloger kurslarini taqdim etganlar va mana shu kursga to'lov qilganman. Payt endi 6 yil avvalgi bu summa men uchun juda ham katta summa bo'lgan. Chunki u kurs $500 bo'lgan. Ikkilanish bo'lgan, albatta qo'rquv bo'lgan. Qo'limda pulim bo'lmagan. Lekin kursda o'qigim kelgan va to'laganman kursni pulini to'lab. Hech kimdan so'ramaganman, lekin hech kimga aytmasdan tillamni sotib, tavakkal qilib kursga to'lov qilganman. Kursga to'lov qilganimdan keyin albatta ikkilanish bo'ladi, hammada qo'rquv bo'ladi. Tim bo'ling men uni deyarli nima deydi, Toshkentdan emas, O'zbekistondan emas, Rossiyaga pul chiqarib olganman viza orqali va tavakkal qilganman. O'zi Allohim ham tavakkalchilarni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun ham ikkilanish bo'lsa ham tavakkal qilganman. Keyin nima uchun aynan
man puligayam nima qilmaganman, to'g'ri qo'rqqanman, lekin o'rtoqlar shunaqa narsa borki, qiymat bu son bilan-da. Masalan, arzon yokida tekin narsani olsangiz, siz uni qadriga yetib o'qimaysizda. Man u kursni shuncha pulga olganim uchun ham prям yopishib olib o'qiganman. U vaqtlar men uchun bu juda ham katta summa bo'lgan va shunaqa narsa borki, qimmat olingan narsaga yopishib o'qilinadi. Agar tekinga berilsa, siz mayli o'qirman deysiz, tashlab qo'yasiz. O'shaning uchun nima deydi, agar sizga kimdir nimanidir qimmatga taklif qilib qolsa, hayronman, men nimaga qimmat aytyapti deb. Chunki u narsa qiymat o'zi bilan bo'ladi. Xo'p, kursim 2 oy davom etgan. Kursim tugamasidan man уже pulimni oqlab olganman. Ya'ni mana shu pulimni topishni boshlaganman kursimni 1-oyini o'zidanoq. Xo'p, man ham noldan boshlaganman. Hech narsani bilmasdim, hech narsani tushunmasdim. Noldan boshlab mana shu darajaga hozir kelganman. To'g'ri sizlar aytishinglar mumkin, bitta shu kurs bilanmi? Yo'q, bu kurs bilan man noldan boshlab, ya'ni undan keyin qanchadan qancha mana shu kursni pullarini oqlab olib, keyin уже man mana shu narsa, ya'ni bilimga kiritilgan investitsiya eng zo'r narsaligini bilganimdan keyin уже bundan ham kuchli, eng kuchli уже marketologlarda, eng kuchli уже sotuv yo'nalishlarida o'qishni boshlaganman. Chunki men bilganman, bu yo'nalish onlayn ishlasa bo'ladi bemalol. Qancha men bilimim zo'r bo'lsa, o'shancha men ko'p pul topa olishimni bilib, уже mana shu sohaga полный kirishib ketganman. Xo'p, agar men o'sha zahoti tavakkal boshlamaganimda, shunaqa narsa bo'ladiki, agar shu zahotiyoq siz tavakkal qilmasangiz, kech qolasiz va yutqizasiz. Bugungi kunimda mana shu Instagramda qo'llab pul topish imkoniyatlari juda ham keng. Masalan, hozir siz boshlasangiz boshlab oldingiz, chunki men mana 6 yil oldin boshlaganimda to'g'risi ikkilanishlar rosa bo'lgan. Va men unda tushunmaganman ham boshlab olganimdan keyin ham bu soha necha yillik davom etadi, qancha vaqtgacha boradi deb. Hozir men bemalol ayta olaman, bu soha bemalol 10 yil, 15 yil boradi. Chunki mana bunaqa narsada o'rtoqlar, Amerika bizdan 10 yil oldinda yuradi. Rossiya bizdan 5 yil oldinda yuradi. To'g'rimi? Mana Rossiyadagi narsalar endi bizda rivojlanib ketyapti. Masalan, SMMni 6 yil oldin deyarli hech kim bilmasdi. Hozir уже har 2-chi, 3-chi tadbirkor bilyapti, menga SMM kerak ekan, ijtimoiy tarmoq orqali biznesimni rivojlantirishim kerak ekan deyapti. Xo'p, o'rtoqlar, tushuntira oldimmi? Tushuncha bera oldimmi? Asosiy mavzuga o'tamiz. Ya'ni bugun kirgan odam ertaga yutib chiqib daromad topib ketyapti. Agar kechiksangiz imkoniyatingizni boy bergan bo'lasiz. O'shaning uchun hozirgi kunda SMM soha juda ham rivojlanib ketyapti, ulgurib qolyapti va sizlar hozir eng to'g'ri joydasizlar. Hozir sizlarga ruchka, daftar ruchkalar tayyor bo'lsa, eng zo'r go'shtli mavzularni sizlar bilan tushuncha berishni boshlayman. Так, давайте. Asosiy mavzuga o'tamiz. Asosiy mavzu bugun bizda SMM sohasiga birinchi qadam va SMM soha orqali daromad qilish yo'llari. Tak, SMM o'zi nima? SMM o'zi social media marketing. Ya'ni oddiy qilib aytganda Instagram, Telegram, Facebook, YouTube mana shu ijtimoiy tarmoqligi, mana shu ijtimoiy tarmoqlarning marketingi hisoblanadi. Faqat ijtimoiy tarmoqlardagi marketing hisoblanadi SMM. Xo'p, SMM mutaxassisi vazifalari nima? SMM mutaxassisi vazifalari mana shu aytganimda ijtimoiy tarmoq va Instagram yoki Telegram yoki YouTube mana shu sahifasini ochib, professional tarzda ochib, qadoqlash professional tarzda, maqsadli auditoriyani to'g'ri aniqlash va to'g'ri yo'naltirish, kontent reja ishlab chiqish va postlar tayyorlash, mobilografiya, montaj qilish, dizayn orqali kontentlar yaratish, ya'ni dizaynni bu turlarini ko'ra bilish kerak, baribir farqiga bora bilish kerak SMM mutaxassis. Reklamani to'g'ri sozlash, target degan pulli reklama bor va buni to'g'ri sozlash va sotuvlarni oshirish SMM mutaxassisi roli. O'rtoqlar, shu joyda muhim narsaga to'xtalib o'taman. SMM mutaxassis sotuvchi emas. Ya'ni SMM mutaxassis biznesni targ'ib qilib beradi, lekin biznesiga aytaylik mahsulotni sotib beradigan odam emas. Biznesni to'g'ri targ'ib qilib beradigan, sotuv jarayonigacha olib kelib beradigan inson. Уже sotish bu o'sha biznes egasini yoki aytaylik
biznes egasi qo'shimcha qanaqadir admin qo'shib qo'ygan bo'lsa, qo'yib qo'ygan bo'lsa, уже uni vazifasi. Sotuv bu boshqa narsa, SMA bu boshqa narsa. SMA mutaxassis sotuvni oshirishda yordam beradi, lekin sotuvchilik qilmaydi. Tushuntira oldimmi? Tak, o'rtoqlar, SMA mutaxassisi birinchi qadamlari mana qadamma-qadam o'shaning uchun ham nima uchun ruchka olvolinglar dedim, nima uchun daftar olvolinglar dedim. Birinchi qadamlari mana oldinglarda prezentatsiya turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, Instagram sahifa turibdi. Bu Instagram sahifani upakovkasi, qadoqlash deyiladi. Instagram sahifani upakovkasida bu yerda birinchisida ko'rayotganinglarda deyarli masalan aktualniysida ham deyarli rasmlar yo'q, hech narsa yo'q. Avatarida ham rasm yo'q va reelslarda ham hech narsa, videolar, rasmlar yo'q. Ko'ryapsizlar? Mana shuni hammasi va biografiya yozuv turadigan joylar bu qadoqlashga kiradi. Xuddi shunaqa ikkinchi sahifada ko'rib turganinglardek, bu yerda mani o'zimni sahifam, bu aktualniyda, ya'ni avatarda rasm turibdi. Avatarda rasm turibdi, biografiya kiritilgan, to'liq yoritilgan, noyob savdo taklifi kiritilgan, ya'ni noyob savdo taklifi degani bu boshqa raqobatchilardan ajraladigan taraf. Undan tashqari aktualniyda kerakli fonlar turibdi, kerakli obloshkalar turibdi va reelslardagi ustidagi obloshkalar o'zini kerakli vizualiga moslangan. Vizual degani mana rang jihati, agar mana ko'rayotgan bo'lsangiz, svetli, bejviy rang turibdi. Mana shuni ko'rinishi vizual deyiladi. Birinchi navbatda SMA mutaxassis mana shu vizualga javobgar va qadoqlanishga javobgar bo'ladi. Xo'p, Instagramni upakovkasi dedik, qadoqlash dedik. Qadoqlash, upakovka nimalardan iborat? Qaranglar. Birinchi profil rasmi turibdi. Mana shu dumaloq nimani avatari ichidagi rasm. Bu yerda aniq, tiniq rasm bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik, shaxsiy brend bilan chiqayotgan bo'lsa, qanaqadir biznes egasi yokida xizmat turi egasi. Masalan, aytaylik, siz psixologsiz, vrachsiz yokida kosmetologsiz, o'zingizni rasmingiz turgani yaxshi bu joyda. Agar yo'q, bu yerda qanaqadir biznes targ'ib qilinayotgan bo'lsa, aytaylik, ishlab chiqarish bo'lishi mumkin, qanaqadir mahsulot bo'lishi mumkin, kiyim-kechak, sumka bo'lishi mumkin. Bu yerda logotip turgani yaxshi. Chunki u yerda biznes targ'ib qilinayotgan joyda logotip turishi kerak. Xo'p, tushuntira oldimmi? Va bu yerda aniq, tiniq, ko'zga tashlanadigan logotip bo'lishi kerak yoki agar shaxs misolida bo'lsa, aniq, tiniq o'sha qanaqadir shaxsligi bildiriladigan rasm bo'lishi kerak. Keyingisi biografiya. Biografiya nimadan iborat? Biografiya mana shu yoziladigan yozuv. Bu yozuv osmondan olib yozilib qo'ymaydi. Ya'ni ko'pchilikni qiladigan xatosi, masalan, aytaylik, salon sohasi deylik, mana kosmetologlar yokida soch turmaklaydigan stilistlar nima deb yozib qo'yishadi? Masalan, strижка, укладка, покраска, hammasini birma-bir yozib chiqishadi. Nima qilish? Yo'q, unaqa yozilmaydi. Xo'p, hamma bilyapti. Shundoq ham xo'p, salonda ishlar ekan, soch qilar ekan, xo'p, hamma shundoq ham biladi. Bu ekspertda, bu mutaxassisda hamma uslubi borligini. Bu yerga biografiyaga nima yoziladi? Biografiyaga sizni eng kerakli joylaringiz yoziladi. Aytaylik, masalan, shu kungacha qanchadir mijozni qabul qilgandirsiz, qanchadir mamnun mijozlaringiz bo'lgan, faoliyatingiz necha yildan beri davom etib kelyapti va undan tashqari agar qanaqadir yutuqlaringiz bo'lsa va raqobatchilardan ajralib turadigan tarafingiz bo'lsa, aynan mana shu biografiyaga kiritilishi kerak. Noyob savdo taklifi ham mana shu biografiyaga kiritilishi kerak. Tushuntira oldimmi? Mana shu joylarni yozib olsanglar, sizlarga juda ham kerakli insaytlar bo'ladi. Xo'p, keyingisi, uchinchisi, link ulab qo'yishimiz shart. Agar aytaylik, bizani Telegramda qanaqadir qo'shimcha kanallarimiz bo'lsa, yana masalan lichkamiz bo'lsa, masalan, klientni qabul qiladigan joylarimiz, adminlarimizning lichkasi bo'lsa, albatta ulab qo'yinglar. Chunki baribir obunachi bilishi kerak, qayerqa обращаться qilish kerak, ya'ni qayerqa murojaat qilishi uchun, u obunachi uchun yengillik biz qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, tushuntira olyapmanmi? Davom etamizmi? Tak, ekrandagilarni yozib olaylikmi? Ha, iloji boricha yozib oling va men bu gapirayotgan gaplarimni, o'sha tushungan joylaringizni, o'zingizga o'sha insight qilayotganlaringizni yozib oling. Ovoz va video. Tak. Davom etamizmi? Tushunarli bo'lyaptimi? Tak, o'rtoqlar, keyingisi aktualniy. Aktualniy nima ekan? Aktualniy Instagramni o'sha tagida dumaloq-dumaloqchalar turadi.
silan tilida oddiy qilib tushuntiryapman. Mana shu aktualniy deyiladi, highlights deb nomlanadi. Mana shu aktualniyni biz alohida papkaga ajratib qo'yamiz. Ya'ni aytaylik, qayerdadir masalan, mahsulotimizni nimasi assortimenti bo'lishi mumkin. Aytaylik, klientlardan otziv bo'lishi mumkin. Aytaylik, avvallari qanaqa mahsulotlarni skidkada sotganmiz va shu kungacha qanaqa mahsulotlarimiz bo'lgan va nima deydi, do-posle jarayonli mana shunaqalarni alohida aktualniga ajratib qo'yish shart. Chunki mana bunaqa narsada, masalan, sizga obunachi adashib kelib qoldi. Qaysidir Reels'izdan yoki targetdan obunachi keldida, obunachi kelgandan keyin birinchi navbatda o'zi storiesga kiradi. Undan keyin kirib siz bilan pastga tushib o'tirmaydi, siz bilan tanishish uchun aktualniga kiradi, ko'rib chiqadi. Qani nimalari bor ekan buni deb. Ya'ni siz o'tda obunachiga ishonch uyg'otish uchun, obunachiga o'zingiz haqingizda tez va qisqa ma'lumot yetkazishingiz uchun aktualniga kerakli joylarini, ya'ni o'sha o'zingizni faoliyatingiz haqidagi papkalarga ajratib chiqqan bo'lishingiz kerak va albatta nomlab chiqish kerak. Nomlab chiqqandan keyin ustidagi obloshkasini, ko'rinishini ham obloshkalab chiqish kerak. Rang jihatdan vizualga mos tushadigan qilib. Tushuntira oldimmi? Va keyingisi obloshkalar, mana pastda videolar turibdi, ko'ryapsizlar. Ya'ni bizda lentada chiqadigan videolar turibdi. Mana shu videolarni obloshkalashimiz shart bo'ladi. Chunki agar obloshkalar vizualga moslamasangiz, bu yerda obloshkangiz chalkash bo'lib ketadi va kirgan obunachi sizga obuna bo'lgisi kelmaydi. Ya'ni kirgan obunachi bizda sovuq lid hisoblanadi. Ya'ni kiradida shunchaki sizni tomosha qiladi. Agar bu yerda sizda vizualingiz jalb qilib turadigan bo'lsa, vizual o'ziga chaqirib turadigan bo'lsa, storieslari svejiy joylangan bo'lsa, sizga o'sha obunachi har doim obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qo'yadi. Agar bu yerda hozirgi aytib o'tgan qoidalarim, mana bundan oldin bir nechta qoidalarni sanab o'tdim, o'shaning uchun ham yozib olinglar deyapman. Agar bu narsalar bo'lmasa, sizga kirgan odam obunachi, obuna bo'lmaydi. Gap shu yerda. Tak, davom etamiz. Keyingi qadam, o'rtoqlar, daftar ruchkalarni yozishda davom etinglar daftaringlarga. Ikkinchi qadam, biz hozir undan oldin aytdim, birinchi sahifani qadoqlashtirdim, ya'ni upakovkalashtirdim. Bizda ikkinchi qadam, ya'ni bu hozir SMM mutaxassisi nima ish qilishlarini men sizlarga sanab o'tyapman. Birinchisi to'g'ri qadoqlashtirdim, ikkinchisi bu maqsadli auditoriyani aniqlash. O'rtoqlar, agar sizlar maqsadli auditoriyalar kimligini bilmasanglar, maqsadli auditoriya bu целевая auditoriya. Kimga sotishni bilmasanglar, ya'ni mana bunaqa narsa yo'qda. Bizda ko'pchilikni o'sha biznes boshlayotganlarni, endi biznesga qadam qo'yayotganlarni xatosi shundaki, hammaga sotaman. Hammaga sotaman. Yo'q, hammaga siz faqat suv bilan non sotasiz. Tushunyapsizmi? Hamma faqat suv bilan nonni oladi. Tushunyapsizmi? Hammaga sotaman degan narsa yo'q. Siz faqatgina o'zingizning maqsadli auditoriyangizga sota olasiz. Maqsadli auditoriyani belgilash shart. Maqsadli auditoriyani nimadan kelib chiqib belgilaymiz? Qanday belgilaymiz? Mahsulotdan kelib chiqib belgilaymiz. Aytaylik, masalan, bizdagi bitta o'sha proyektni o'zim ishlaydigan proyekt choyshabni olaylik. Choyshab pastel ishlab chiqaradi. Xo'p, choyshabni maqsadli auditoriyasi kim deydigan bo'lsam, choyshabni maqsadli auditoriyasi aksariyat ayollar. Erkak kishi choyshab olmaydi. Mayli, endi ishxonasiga o'tib ketgan olmasa, adashib ishi tushib qolib, lekin u maqsadli auditoriya hisoblanmaydi. Xo'p, ayollar, u ayollarning 100% hammasi emas, o'zini kategoriyasidagi qatlamdagi yosh darajasi bo'ladi. Aytaylik, aksariyat holatda maqsadli auditoriya choyshabni kim oladi? 28 yoshdan tepasi, 30 dan tepasi, bir 40-45 yoshgacha bo'lgan, asosan maksimum 50 yoshgacha bo'lganlar choyshab sotib oladi. Endi siz aytishingiz mumkin, nima 18 yoshli choyshab tutmaydimi yoki 60 yoshli ayol choyshab tutmaydimi? Tutadi. 18 yoshliga onasi olib beradi, 60 yoshliga ham qizi olib beradi aksariyat holatda. Tushunyapsizlarmi? Biz bu yerda maqsadli obunachi deb aynan ishlatadigan odamni nazarda tutmayapmiz. Maqsadli obunachi deb bizdan aynan sotib oladigan odamni, sotib oladigan obunachini nazarda tutyapmiz va yosh darajasini belgilab olamiz. Mana shu yosh darajasini belgilab olganimizdan keyin shunga mos qilib biz kontent tuzamiz. Kontent bu video, rasmlar kontent deyiladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, keyingisi, agar siz maqsadli obunachi yig'maydigan bo'lsangiz, ya'ni hamma obunachini soniga uchadi. Hamma podpischkim ko'paysin, obunachim ko'paysin, mana sotuvim zo'r bo'lib ketadi deyishadi. Siz podpischka uchmang. Sizda 100 mingta
maqsadsiz obunachi bo'lgandan ko'ra 10 mingtagina maqsadli obunachingiz bo'lsin, osmon bilan yerchalik farqi bor. Siz 100 mingta maqsadsiz obunachiga sota olmaysiz, lekin 10 mingta maqsadli obunachiga zo'r sotasiz. Tushunyapsizlarmi? Maqsadli obunachi bilan maqsadsiz obunachini osmon bilan yerchalik farqi bor. O'shaning uchun bu yerda ikkinchi qadamda maqsadli obunachini aniqlash juda ham o'ta muhim hisoblanadi. O'rtoqlar, 3-etap, 3-qadamda nima qilamiz? Ya'ni SMM mutaxassisi vazifasi nimadan iborat? Kontent rejasini tuzadi SMM mutaxassis. Xo'p, kontent rejasi bu nima? O'zi bizani tilda mana shu Instagramga joylanadigan video, rasmlar, storieslar, qanaqa material joylanishidan qat'iy nazar, yozuv, matn, mana shu hammasi bizani tilimizda kontent deyiladi. Tushunyapsizlarmi? O'sha kontent rejasini tuzish kerak. Kontent rejasini tuzgandan keyin, ya'ni o'sha biznes yo'nalishdan kelib chiqib tuziladi. Bu ham osmondan yoki havodan olib qo'yilmaydi. Bu SMM mutaxassisi vazifasi. 4-qadam kontent yaratish va joylash. Albatta, kontent tuzgandan keyin o'zi aslida bu kontentni yaratish, ya'ni syomkalar qilish, rasmga olish, syomka bilan shug'ullanish bu mobilografning ishi. Lekin men o'zim shunaqa ustozlarda o'qiganmanki, menga birato'la hammasini o'rgatib ketishgan. Masalan, mobilografiyani ham maslahat berishgan, yana qo'shimcha boshqa ustozlarda o'qishimni, masalan, targetologlikni ham, ya'ni hamma yo'nalishda o'zim o'qiganim uchun men ham o'zim o'quvchilarimga xuddi shunaqa narsani targ'ib qilaman, o'rgataman. Chunki baribir siz SMM mutaxassis bo'lganingizdan keyin ertaga masalan aytaylik, biznes bilan ishlayapsizda, biznes egasi bilan yo'q, men syomka qilishni bilmayman desangiz, bu siz pulingizni 2 ga bo'lib berayotgan bo'lasizda mobilografga. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun SMM mutaxassis o'zi mobilografiyani o'rganib olsa va o'zi shuni olishni bilsa videoga, o'zi shu rasmlarni olishni bilsa, montaj qilishni bilsa, daromadini yana 2-3 barobar qilib ko'paytira oladi. Ya'ni SMM mutaxassis shu kontent yaratishi kerak. Agar SMM mutaxassis mobilografiyani tushunmasa, kontent yarata olmasa, unda mobilograf syomka qilib beradi, SMM mutaxassis buni tekshirib beradi. Yetarli to'g'ri tarzda kontentni yetkazib bera olyaptimi, yo'qmi? Xo'p, bu narsalar masalan mobilografiya bu telefon orqali, shu qo'lingizdagi mana hozirgi telefoningiz orqali bemalol syomka qilib, montajlab joylasangiz bo'ladigan ish. Xo'p, 5-qadam SMM mutaxassisi ishiga kiradi. Target yoqish. O'zi alohida targetologlik degan kasb bor, lekin SMM mutaxassis target yoqishni o'zi o'rganib olsa, buni yana alohida mutaxassis yo'llab o'tirmasdan biznes egasiga mana shu xizmat turini qilib yoqib beradi. Chunki bunaqa narsa, target bu pullik reklama. Target qachon yoqiladi? Target mana shu sahifa, aytaylik, mana shu biznes Instagramdagi biznes sahifa 2-3 oy yuritilgandan keyin yoqiladi. Ana undan keyin to'g'ri yoqilgan target, to'g'ri kreativ tanlangan target pul tikiladi. Masalan, aytaylik, o'rta tarzda $100 targetga pul tikkan bo'lsangiz, agar mana shu targetingizni to'g'ri yoqqan bo'lsangiz, har doim to'g'ri yoqilgan target 5 barobar, 10 barobar natija olib kelib beradi. Ya'ni siz $100 tikkan targetingiz $500 bo'lib keladi yoki $1000 bo'lib keladi. Lekin buning uchun to'g'ri target yoqish kerak, to'g'ri kreativ tanlash kerak va to'g'ri maqsadli auditoriyani tanlash kerak. Tushuntira oldimmi? Tushunyapsizlarmi, o'rtoqlar? Yozib oringlar, ha yoki yo'q deb. Tak. Oxirigacha savolni boshlaganman. Savdoni boshlaganman. Yosh bolalarim bor. Instagramda qanday yuritsam bo'ladi? O'rgating. Maqsuda, mana hozir boydan beri gapiryapman-ku, boya menimcha yozib qo'yganlar bu savolni. Ya'ni o'zini ketma-ketligi bo'lish kerak. Men hozir aynan Instagram yuritishni o'rgatyapman. Instagram yuritish bu SMM mutaxassisi vazifasi. SMM mutaxassis nima vazifalar qiladi? Qanaqa qilib to'g'ri Instagram yuritish kerakligi haqida men hozir gapiryapman. Tak. Tushunyapman. 5-qadamini tushunmadim. O'rtoqlar, bitta qaytarib o'taman tez. SMM mutaxassisi vazifasi, ya'ni Instagramni to'g'ri yuritish, sizlarni tilingizda aytadigan bo'lsam, Instagramni to'g'ri yuritishi vazifalari. Birinchi navbatda qadoqlash, professional tarzda qadoqlash. Qadoqlashni alohida gapirdim tepada. Ikkinchi qadam bizda bo'lyapti, maqsadli auditoriyani aniqlaymiz. Biznesimizni yo'nalishdan kelib chiqqan holatda maqsadli auditoriyani aniqlaymiz. 3-kontent rejasini tuzamiz. Kontent rejasini tuzganimizdan keyin
To'rtinchi qadam kontentni yaratamiz, ya'ni syomkalar bilan shug'ullanamiz, montaj qilamiz, joylashni boshlaymiz. Beshinchi qadam esa target yoqish. Target bu pulli reklama dedim. Va bu pulli reklamani ko'pchilik biznes egalari yoki ko'pchilik biznes boshlayotganlar chala pulcha eshitib olishadi bu narsani. Target pulli reklama ekani, men hozir target yoqsam ertaga boyib ketarkanman degan narsa bo'ladi deb o'ylaydi. Chunki hech qachon tushunishmagan bo'ladi bu informatsiyani. Informatsiyani noto'g'ri tushunishganida o'sha pulli o'sha bor pulga target yoqib yuboradiganlar ko'p. Mani ko'p o'quvchilarim shunaqa qilgan. SMMga kirishligidan oldin biznes boshlayotganlar ko'p shunaqa qiladi. Ya'ni target yoqdim, Instagramda obunachi ko'p bo'lishi kerak ekan, yig'dim, nakrutka qildim. Endi qaranglar, baraka topqirlar, tasavvur qilinglar, sizlar Instagramda obunachi nakrutka qilganinglardan keyin, masalan, 2000 talar, 5000 talab nakrutka qilib olishadi. Nakrutka degani bu jonsiz obunachi. Ya'ni son, shunchaki xo'ja ko'rsin uchun son. Endi qarang, sizda jonsiz obunachi faqat son bo'lsa, sizdan sotib oladimi? Sotib bo'ladimi? U yerda o'lik obunachi, jonli odam yo'q. Shunchaki son turibdi. Sizdan sotib oladimi? Sotib olmaydi, конечно же, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsada biznes egalari o'zini o'zi aldab o'tirishadi. Voy, odam ko'paytirish kerak ekan, obunachi ko'paytirish kerak ekan, nimaga sotib bo'lmayapti deyishadi. Baraka topqir, u yerda siz nakrutka qilib qo'ygan bo'lsangiz, kim sotib olsin? Bu birinchidan. Ikkinchidan, hali kontent yo'q. Aytaylik mana, siz offlayn magazinga kirsangiz, magazinni ko'rinishiga, chiroyiga uchib kirasiz, ya'ni mahsulotini assortimentiga uchib kirasiz. Onlayn magazin ham xuddi shunaqa. Qachonki siz onlayn magazinni targ'ib qila olasiz, pulli reklama yoqa olasiz. Qachonki sizni onlayn magaziningiz to'la bo'lsa, mahsulotlarni to'ldirib qo'ygansiz, chiroyli qilib qo'ygan bo'lsangiz, ana o'shanda sizni targetingiz ishlaydi. Hali deyarli onlayn magazinni Instagramni chiroyli qilib to'ldirishmaganda, chala pulcha qilib 3 ta, 4 ta, 5 ta videolar joylab qo'yishgan bo'lishadi. Nimaga sotuvim bo'lmayapti? Target yo'q. Bu nimaga rezultat yo'q? Aldoqchi ekan hamma. Aytadiganlar, masalan, SMM mutaxassislar aldoqchi ekan, aytishmas ekan, sirini aytishmas ekan. Sirini menga aytmadi nimadaligini. Baraka topqir, siri yo'q bunda. Sizlar prosta to'g'ri targ'ib qilmagansizlar. O'shaning uchun ishlamaydi. Tushunyapsizlarmi? Bunaqa gaplarni ham eshitganman. Sirini o'rgatmadi. Siri bu yerda yo'q. Sizlar to'g'ri targ'ib qilsanglar, qanaqa siri yo'q. Shoshilishadida, o'sha 5 ta video joylab olib, targetga o'sha bosishadi. $200, $300 bosishadi. Nimaga effekti bo'lmadi deyishadi. Tushunyapsizlarmi? Effekti bo'lmaydi u yerda. Chunki sizlar magazinga kirayotgan odam, onlayn magazinga kelayotgan odam qani nimaga bo'sh deydi, nimaga 5 ta dona video bor deydi, nimaga 5 ta dona mahsulot bor deydi, nimaga to'ldirilmagan deydi, nimaga storieslar yo'q, nima sotib olaman men deydi. Ya'ni kirgan odam ishonmaydi sizlarga, ishonch bildirmaydi. Sizga kirgan odam, yangi obunachi ishonishi uchun qachon mijoz bizdan sotib oladi? Mijoz bizga ishonishi kerak, o'shanda sotib oladi. Sizga ishonmasa, ikkilanib tursam nima qilib, cho'ta shubhali, podozrительно deydi, sotib olmaydi. Qachon bizga sotib oladi? Qachon o'sha sahifamizni professional tarzda upakovkalangan bo'lsa, storieslarimiz har kuni svejiy bo'lsa, mahsulotlarimizni chiroyli ochib bergan bo'lsak, o'sha aytaylik ekspertli videolarimizni, ma'lumotli videolarimizni, foydali videolarimizni to'g'ri ulashgan bo'lsak, sotuvli storieslarimiz bo'lsa, ana o'shanda mijoz bizdan sotib oladi. Tushunyapsizlarmi? Sizlar ham narsa olayotganingizda ikkilanib turasiz, bundoq Instagramga kirasiz, olsammikan deysiz. O'shanda ishonch bildirgan joyingizda qayerda siz Instagramdan mahsulot sotib olgan bo'lsangiz, bilingki, u insonga siz ishonch bildirsiz. Aynan o'sha sahifaga. O'shaning uchun siz sotib oldingiz. Tushuntira oldimmi? 6-qadam sotuvlarni oshirish va natijalarni analiz qilish. Ya'ni SMM mutaxassis sotuvchi emas, lekin sotuvgacha olib kelib beradigan shaxs hisoblanadi. Ya'ni sotuvgacha olib kelasiz. Sotuvgacha olib kelish uchun qanaqa qadamlarni siz yoritib berdingiz va nimalarni qilib berdingiz biznes egasini sahifasi uchun. Mana shularni ko'rsatib berasiz. Tushuntira oldimmi, o'rtoqlar? O'zbekistonda SMM bozorini kelajagi. SMM sohasi borgan sari tez rivojlanib boryapti. Bilyapsizlar o'zingizlar. Hozir har 2-chi yoki 3-chi biznes egasi uchun SMM mutaxassis kerak. Bunga sabab Coviddan keyin, pandemiyadan keyin O'zbekistonda biznes, onlayn biznes rivojlanib ketdi. Juda ham jadal rivojlanib ketdi.
Chunki esinglarda bo'lsa hamma uyda qoldi, hamma onlayn narsalar zakaz qilish, hattoki ovqatlarni ham onlayn tarzda zakaz qilishni boshlashdi, kiyimlarni ham nima bo'lsa hamma onlaynga o'tib ketdi va odamlar bildi bu qulay ekan. Ya'ni o'sha uyda o'tirgan holatda men ortiqcha bozorga bormas ekanman kun ustida, onlayn zakaz qilsam shunda olib kelib berar ekan, bo'ldi. Internet orqali savdolar 3 baravarga oshdi. Bilasizlarmi, o'sha Covid paytida kimlar yutdi, maza qildi. Covid payti o'zimni nechta biznes egasi, tanishlarim bor. Biznesligini zo'r sotuvlarini oshirib, o'sha o'z vaqtida mashinalar olishgan, o'sha Covid paytida 2-3 ta kvartiralar olishgan. Chunki offlayn bizneslarni ko'pi inqirozga uchragan bo'lsa, onlaynni tushunganlar, tushunib qolganlar va onlayn biznesni targ'ib qilishda davom etganlar zo'r biznes qilishdi va juda ham yaxshi natijalarga chiqishdi. O'shaning uchun hozirgi kunda onlayn borgan sari rivojlanadi, lekin umuman ortga qolmaydi. Tak, Instagramda faol bizneslar, sahifalar 2 yil ichida 70% ga ko'paydi. Tushunasizlarmi? O'rtoqlar, 2 yil ichida. Endi bundan buyog'iga bu narsa ko'payadiki, kamaymaydi. Tak, insonlar tushundi. Covidda nima, qandoq, qanaqa qilib olish kerak? Ya'ni borib offlayn borib sotib olish shart emas. Onlayn shunchaki telefon orqali, internet orqali yoki kompyuter orqali zakaz qilsa bo'larkan. Masalan, qishda ko'chaga chiqib o'tirish kerak emas, yozda issiq kunda ham ko'chaga chiqib o'tirish kerak emas va zakaz qilasiz, shunda dastavkadan olasiz, bo'ldi. O'shaning uchun hozirgi kunda hammaga onlayn qulay. O'zimizga ham mana o'zingizdan misol qilib buni bilsangiz bo'ladi. Ya'ni nimadir kerak bo'lsa, shunda Instagramga kirasiz, poiskovoyga bosasiz, yo'nalishni yozasiz. Aytaylik, masalan, detskiy kiyim kerak bo'lib qoldi, detskiy kiyim deysiz yoki aytaylik qanaqadir sumka kerak bo'lib qoldi, sumka deb yozsangiz, shunda bir talay chiqadi. Va siz qaysi biridan olasiz? Ayting, qaysi biridan olasiz? Qaysi birida upakovkasi chiroyli bo'lsa, storieslari svejiy bo'lsa, kirganingizda to'liq ma'lumotga ega bo'lib chiqib ketsangiz va sotuvli storieslar bo'lsa, o'shandan olasiz. Agar siz kirdingizda, o'tda aytaylik 5 ta dona rasm turibdi yoki 3 ta dona video turibdi-da, deyarli storieslarni tushunarsiz. Storieslar aytaylik, masalan, sumkaniki bo'lsa, 10 ta sumkani taxlab qo'ygan bo'ldi. Qani bu yerda nimani olish kerak edi? Menga mamdaqa sumka kerak edi-yu, bu ko'rsatib berolmabdi deysiz, qaytib chiqib ketasiz. Ya'ni u yerda sotuvli stories bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Siz уже unga ishonch bildirmaysiz. Mana shunda ko'pchilikni adashadigan joyi ham shu. Bo'ldi, Instagram ochib qo'ysam bo'ldi, rasm joylasam bo'ldi ekan, oddiy video joylasam bo'ldi ekan. Yo'q, o'rtoqlar, SMM degani bu oddiy video, rasm joylash degani emas. SMM mutaxassisi vazifalari maqsadli auditoriyani aniqlash, kimga sotishni bilishimiz kerak. Raqobatchilarni aniqlash, chunki biza konkurentlarimizdan qaysi jihatimiz bilan ajralib turishimizni ham bilishimiz kerak va kontentni to'g'ri, ya'ni videolarni to'g'ri targ'ib qilish. Foydali video bor, ma'lumotli video bor, ekspertni, brendoviy videolar bor. Mana shuni to'g'ri joylashimiz kerak. Tushunasizlarmi? U duch kelgan videoni olib joylab ketaversa, u yerda siz Instagramdan sotuv qila olmaysiz. Tak, tushuntira olyapmanmi? Menga bitta qayta aloqa beringlar. Так, смотрите, вот если вы пустите видео в определенное время, оно лучше залетит или нет разницы, когда и во сколько вы публикуете Reels? Shahzoda yozibdilar. Так, Shahzoda, qarang, bu statistikadan kelib. Ya'ni Instagramda professional panel qilganingizdan keyin sizda statistika ko'rsatadi. Bu har bitta sahifani o'zida ko'rsatadi. Statistika sizda qaysi vaqtda obunachilaringiz aktivniligini ko'rsatib turadi. Ko'plarda ertalab 9 dan 1 gacha bo'ladi. Ba'zi boshqa profillarda esa kechqurun soat 7:30 dan 9 gacha bo'ladi. Tushunasizmi? Mana shu ikkita vaqt aktiv bo'ladi. Siz ko'rib olishingiz kerak, qaysi paytda siz obunachilaringiz aktiv va o'sha paytda joylashingiz kerak. Masalan, men o'zim shaxsiy sahifamda, Nilufar Baxtiyorova sahifamda o'tda ertalab menda baland yuradi statistika. Boshqa ishlaydigan proyektlarimiz, masalan, choyshabda bo'lsa, yana bir qaytanga kechqurun 7 dan keyin aktivnost baland bo'ladi. Tushunasizmi? Bu yerda o'sha Instagram individual bo'lgani uchun hammani o'sha maqsadli auditoriyasi har xil. Masalan, meni maqsadli auditoriyam boshqa bo'lsa, choyshabning maqsadli auditoriyasi boshqa.
unisi ham ayollik ekan, bunisi ham ayollik ekan, hamma ayollik ishlaydigan maqsadli auditoriya bitta degani emas. Ya'ni yosh jihatdan, qiziqish jihatdan maqsadli auditoriya bo'ladi. Masalan, bu yerda hop mani ishimga aytaylik, SMMga, marketingga qiziqib olganlar, butun choyshab maqsadli auditoriyasi hammasi ham qiziqavermaydi. Yoki mani butun boshli maqsadli auditoriyam butun hammasi pastel olishga ham qiziqavermaydi. Tushunyapsizlarmi? Maqsadli auditoriyani baribir o'zini kategoriyasi bo'ladi. O'shaning uchun ham statistika har xil yuradi. Kimdirlarda o'sha ertalabkida zo'r ishlaydi, kimdirlarda kechki vaqtgida zo'r ishlaydi. Tak, tushuntira oldimmi? Ha, hammasi tushunarli, hammasi tushunarli. 6-qadamni yozolmadim deb yozib aytibdilar. Mubina, 6-qadam sotuvgacha olib kelib berish jarayon. Tak, davom etamiz. Har bir biznes orqasida mana sizlar ko'rib turganinglardek, ya'ni Instagram sahifadagi har bitta biznesni orqasida bu yerda SMM mutaxassisi ishi. SMM mutaxassis aslida o'zi ko'rinmaydi. Xohlovchilar o'zini ko'rsatib, boshqa proyektlarni orasida o'zini ko'rsatib chiqsa bo'ladi, o'zini lичный shaxs sifatida olib chiqsa bo'ladi. Ko'pchilik o'zini ko'rinmas qilib olib boradi, ya'ni faqat sahifasini ko'rsatadi, o'zi ko'rinmaydi. Sahifasini o'sha biznes egasiga sahifasini yuritib beradi. Kadr ortidagi inson hisoblanadi SMM mutaxassis. Masalan, mana hozir shaxsiy brendim bu yo'nalishda man 6 yil bo'ladigan bo'lsa, mana qizim qo'limda o'shanda chaqaloq bo'lgan, 5 oylik chaqaloq bo'lgan. Mana Safiyam 6 yosh bo'lsa, 6 yil bo'ladi bu anaqamga, yo'nalishimga va men o'zim shaxsiy brendimni yo'lga qo'yganimga 3 yil bo'lgan. Men ham oldin shaxsiy brendim bo'lmagan. Ya'ni men ham aytganman, shaxsiy brendni nima qilaman? Shundoq ham bitta vaqt o'zida 5 ta loyiham bor, zo'rg'a ulguryapman, har xil bahonalar qilganman. Shaxsiy brendimni 3 yil oldin yo'lga qo'ydim. Lekin shaxsiy brendni qanchalik tez, voqili yo'lga qo'ysangiz, o'shanchalik sizga bu plyusga ishlaydi. Men o'shanda menga ham aytgan ustozlarim shaxsiy brendingni yo'lga qo'ygin, qaytanga rosa mijoz yig'asan degan. Endi men mijoz yig'ishdan to'g'risi menda umuman muammo bo'lmagani uchun sarafonda, radio menda tez ishlaydi dedim. Chunki birinchi, ikkinchi mijozlarimga zo'r natija ko'rsatib berganimga tanishlariga ulashaverishardi. Mana shu odam qilib beryapti deb menga murojaat qilishardi. Shuning uchun men reklamaga muhtoj bo'lmaganman. O'shaning uchun ham shaxsiy brendni orqaga qoldirib yurganman. Ana undan keyin qanaqadir etap bo'ldi, menda shaxsiy brendimni rivojlantirgim kelyapti, o'zim shaxs sifatida chiqqim kelyapti, mana shu mani keyslarim deb olib chiqqim kelyapti deganimdan keyin shaxsiy brendimni yo'lga qo'yganman. Safiy tovuq mahsulotlari bilan ham o'zim ishlaganman mana shu kompaniya bilan. Ya'ni bu yerda siz shaxsiy brendingizni yo'lga qo'ysangiz, siz tezroq ko'tarilishi bo'ladi sizda va tezroq o'sishi bo'ladi, ham daromad jihatidan, ham o'zingizni shaxs lичный sifatida. Tak, hop, SMM orqali, Instagram orqali daromad nima ekan o'rtoqlar? Ya'ni Instagram orqali daromad degani, mana shunga to'xtalib o'taylik. Instagram orqali daromad bu boshqa narsa, SMM orqali daromad bu boshqa narsa emas. Ikkalasi deyarli bitta narsa. Ya'ni sizni SMMdan bilimlaringiz bo'lsa, Instagramdan bemalol daromad topasiz. Ana endi mana shu yerda ko'pchilik nima deydi, boshqa xayollar uchib yuradi hammada. Voy, hop, Instagramdan daromad deyishuvdi-ku, Instagram menga nimaga pul to'lamayapti? Shuncha video ko'rib berdim, shuncha like bosib berdim, shuncha samolyot bosib berdim. O'rtoqlar, Instagram hech qaysimizga shunchaki pul to'lamaydi. Men 10 ta like bosamiz ham, 100 ta like bosamiz ham, 100 ta kommentariy yozamiz ham, umuman pul to'lamaydi. Ana like bosgan blogeringizga ham pul to'lamaydi. Shuning uchun xavotir olmasdan bemalol like bosaveringlar. Like bosish tekin, bloger ham boyib ketmaydi bundan. Ya'ni nimaga o'zi blogerlar like so'rab oladi, samolyot so'rab oladi va kommentariy so'rab oladi? Chunki bu bloger uchun, ekspertlar uchun qanaqadir mana shu qilayotgan mehnatlarini evaziga rag'batlantirish. Mana men sizlarga Telegramda dumalovchi video tashlayman. Meni qo'llab-quvvatlab turinglar, reaksiya qoldiringlar. Nima uchun aytaman? Men shunchaki havoga gapirmayotganimni bilishim kerak. Tushunyapsizmi? Nima uchun men sizlardan qo'llab-quvvatlashni reaksiya orqali so'rayman? Sizlar reaksiyanglar menga pul to'lamaydi. Meni qo'llab-quvvatlashinglar bilishim uchun men reaksiya so'rayman, like so'rayman. Qolgan blogerlar ham, qolgan ekspertlar ham xuddi shunaqa. Instagram like uchun pul to'lamaydi. Tak, hozirgi kunda asosan Coviddan keyin onlayn bizneslar borgan sari rivojlanyapti. Biznesga pul tikib offlayn ochib o'tirmasdan siz onlayn ochib, keyin уже kelajakda offlayn ochsangiz bo'ladi. Masalan, bunga bitta misol qilib ayta olaman. O'zimizdan ishlaydigan choyshab aytsam bo'ladi. Choyshab mana 1 yildan oshdi.
choyshab ishlab chiqarishi bor, pastellar ishlab chiqarishadi. 1 yildan oshdi, kichkinagina magazin, showroom ochishdi. Va o'zi aslida choyshabni faoliyatiga 8 yil bo'ldi o'rtoqlar. 8 yil bo'ldi, 7 yil deganida showroom ochishdi. Nima uchun? Ularda yo'qmidi? Ya'ni aytishingiz mumkin, nima shunchalik anaqasi yetmasmidi daromad jihatidan? Yo'q, ularni sotuvlari zo'r bo'lgan. Ular marketingni zo'r yo'lga qo'yib qo'yishgan. Shahnoza bilan 3 yildan beri ishlaydigan bo'lsak, u choyshab egasi bilan sotuvlar zo'r, постоянно uchib ketadi ularda. Просто egasini, biznes egasini o'ziga mashq qulay bo'ldi. Ya'ni ular oldin masalan uyda sotganlar, uylarida bitta xonani o'sha kichkina zallarini yer sapashaganlar, mebellarni surdirganlarda o'zlariga shu kichkina studiyada qilib qo'yganlar. O'sha anaqaga polkalarga pastellarni terardilar, o'sha yerda syomka qilinardi, hamma jarayon o'sha yerda xonachalarda bo'lardi-da va bunaqadan onlayn tarzda sotilardi. Ya'ni bu yerdan dastavka chiqarilardi, hammasi onlayn tarzda bo'lardi. Deyarli o'sha klientlar kelmasdi, dastavka xizmati faqatgina ishlardi. Keyin o'sha klientlar kelamiz deyishdi, kelishni boshlashdi. O'sha uy bo'lganiga Shahnozani o'zlari kattalashmasak bo'lmaydiganga o'xshabyapti. Chunki biznes ustida biznes tanilgan sari, brend tanilgan sari kattalashishni boshlaydi. Уже talab ko'paya boshlaydi. Talab mijozlar tarafdan talab ko'paya boshlagandan keyin uyga уже kelamiz deyishgandan keyin mana 7 yil degandan keyin offlaynni ochdilar. Ungacha onlaynda juda ham zo'r sotilgan. O'shaning uchun ham offlaynni nima qilaman, hozir $1000 arenda to'lab o'tiramanmi? Undan ko'ra uyimni zo'r sotyapman dedilar. Uyda bemalol sotardilar. Bitta sotuvchilari bo'lardi. Oldida o'sha o'zlarini o'sha mahallada turadigan anaqa qo'shnilarini qizi o'sha sotuvchilik qilardi. Marketingini biz yuritardik. Tuman yordamchi qizim bilan borardim, mobilografiyasini qilardik. Полностью o'shaning uchun sotuvligini ular oldin onlayn qilishdi. Mana 1 yil bo'ldi offlayn yo'lga qo'yishganiga. O'shaning uchun o'rtoqlar, agar oranglarda biznes ochayotganlar bo'lsa, onlayn tarzda bemalol qilsanglar bo'ladi. Keyin уже sizlar biznesimni kattalashtiraman, уже men kattalashishga tayyorman deganinglardan keyin offlaynga chiqsanglar bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tak, Instagramdan daromad topish, shunga to'xtalamiz. Tak, Instagramdan daromad topish aytdim, shunchaki like qo'yish, kommentariy yozish, bundan daromad topilmaydi. U YouTube boshqa narsa. YouTube algoritmi boshqacha ishlaydi. YouTube algoritmida agar siz monetizatsiyaga ulagan bo'lsangiz, YouTube sizga nechtadir ko'p уже video joylaganingizdan keyin, qanaqadir определенный obunachilaringiz bo'lganidan keyin YouTube qanchadir monetizatsiyaga ulangan bo'lsa, pul to'lashni boshlaydi. Lekin Instagramda unaqa narsa yo'q. Instagramda bor, ya'ni shu narsa borki, obunachi 1 milliontadan oshgandan keyin, qanchadir o'zini etapidan o'tgandan keyin blogerga qanchadir qisman to'lashni boshlaydi, targetni, reklamasini, pulini. Lekin u yerda siz shunchaki pользователь bo'lib, like uchun, pользователь bo'lib, kommentariy uchun pul topa olmaysiz. Bunaqa narsa emas. O'shaning uchun bu bilan adashtirmanglar. Instagramdan daromad topib nima narsaga qaratib aytiladi? Bizni mana Instagramdan foydalanib, mana siz biznesingiz bor. Biznesingizni yo'lga qo'yib, onlayn tarzda foydalanib onlayn sahifa ochyapsiz, lekin Instagramga pul to'lamayapsiz. Instagramdan qaytanga foydalanyapsiz. O'shaning uchun Instagramdan daromad deyiladi. Ana endi xo'p, oranglarda aytsanglarda, yo'q, meni biznesim ham yo'q-ku. Men qanday topa olaman daromad desanglar, siz SMM mutaxassis sifatida aytaylik, boshqa bitta begona insonni yoki qaysidir tanishingizni biznesini Instagram orqali targ'ib qilib, yuritib berib, o'sha biznes egasidan shuni oyligini olasiz. Ya'ni u yerda siz uni biznesini, aytaylik, boshqa biznes egasini biznesini yurityapsiz, kontent reja tuzyapsiz, maqsadli auditoriyani aniqlayapsiz, sahifa ochdingiz, xato qiladingiz, videolar olib joylayapsiz. Mana shu biznesni Instagramda onlayn tarzda targ'ib qilyapsiz. Shuni hisobiga siz xizmat turini qilib berayotganingizga biznes egasi sizga pul to'laydi. Tushuntira oldimmi? Tak, davom etamiz. Shaxsiy brendni tushuntirib bera olasizmi? Bonu zo'r savol beribdilar. Hozir to'xtalamiz shaxsiy brendga. Tak. Tak, yana o'rtoqlar, to'xtalib o'taman. SMM nimasi bilan qulay? Ayniqsa ayollar uchun. Men aksariyat holatda juda ham ko'p ayollar bilan ishlayman. Ayollarda biz ayol kishi bo'lganimiz uchun bolalarimiz bor. Ya'ni offlayn ishlashga vaqtimiz yo'q. Qaynona, qaynota bor.
boshqalarda baribir turmush o'rtog'imiz bor, uy ishlarimiz bor va ko'pchilik ayollarga oflayn ishlab, ko'chada ishlab kelgani noqulay va albatta biza o'sha kuniga 3-4 soat vaqtimizni onlayn tarzda o'sha qo'limizda bitta telefon bilan va internet bilan o'tkazsak, oflayn onlayn tarzda daromad topsak bo'ladi. Ya'ni shundoq ham siz masalan har kuni bizani ayollar nima qiladi? Shundoq ham siz Instagramga kirasiz, Telegramga kirasiz, o'zingiz bilmagan holatda o'sha 3-4 soatingizni o'sha videolarga, boshqalarni tashlagan videosiga, kontentlarini ko'rish bilan, boshqa blogerlarni tomosha qilish bilan har kuni 2-3 soat, 4 soat vaqtingiz o'tib ketadi, to'g'rimi? Qaytanga mana shu vaqtda sizlar unumli foydalanib deganim, mana shu vaqtda sizlar SMM mutaxassislik qilib, xuddi mana shu Instagramga kirasiz. O'sha vaqtingizni ketkazasiz. Xuddi o'sha vaqtingizni Instagramga sarflaysiz, lekin bu yerda siz daromadli sarflaysiz. Sarflaganingizdan keyin buni o'rniga siz daromad topasiz. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun Instagram orqali daromad deyiladi. Va bu soha asosan ayollarga juda ham to'g'ri keladigan va mos keladigan soha. Masalan, baribir ayol kishi mustaqil, ya'ni moliyaviy erkin bo'lishi kerak deb o'ylayman man. Chunki baribir ayol kishini o'zini rasxodlari ko'p, baribir ayol kishini farzandimni unaqa qo'shimcha nima deydi, to'garagiga beraman deydi, farzandimga uni olib berishim kerak, buni olib berishim kerak deydi. Ya'ni ayollarni o'zini ko'rinmas deyman, chunki bu rasxod ko'rinmaydigan rasxodda. Ko'rinmas rasxodlari ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ayollar hozirgi kunda хотя бы uyda o'tirib bo'lsa ham onlayn tarzda daromad topishi kerak deb bilaman. Va aynan SMM bunda sizga yordam beradi. Sizda grafika bo'lmaydi, ya'ni ertalabdan kechgacha siz oflayn ishlamaysiz, onlayn ishlaysiz. O'zingizga qulay vaqtda ishlaysiz, o'zingizga qulay bo'lgan soatda ishlaysiz. Xo'p, mana shu afzalliklari bor. Tak. O'rtoqlar, 3 kunlik marafonimda men sizlarga maksimal darajada foyda berishga harakat qilaman. Lekin men 3 kunlik marafonni ichida men sizlarga 6 yillik tajribamni, 6 yillik bilimimni, men bu tajribalarni yillab yig'ganman. Yillab boshqa har xil kurslarda o'qib chiqqanman. Aynan mana shu SMMga tegishli, ijtimoiy tarmoqqa tegishli 20 dan ortiq kursda o'qiganman. Tajribam katta, ya'ni ko'ryapsizlar 70 dan ortiq loyihalar bilan ishlaganman. Buni 3 kun ichida men miyaga solib sig'dirib qo'ya olmayman. Buni fizически ulgurmayman ham, lekin eng kerakli, eng go'shli joylarini men sizlarga berib boraman. O'shaning uchun ham men aytdim, daftar, ruchka olinglar, foydali ma'lumotlarni beraman deb gapirdim. Tak, yana bitta ko'rsataman. Instagram sahifani o'zi professional qadoqlanishi qanaqa bo'lishi kerak? Bitta ko'rib olinglar, xohlasanglar skrin qilib olinglar. Agar esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, professional qadoqlash shunaqa deyiladi. Sizlarda birinchi navbatda professional tarzda qadoqlangan bo'lsa, kelayotgan mijozni o'zingizda olib qola olasizlar. Xo'p, ana endi men sizlarga yana bitta tushuncha beradigan bo'lsam, oflayn do'konimiz bor. Masalan, aytaylik, oflayn bilan onlaynni farqi nimada? Ya'ni mana qadoqlashni, upakovkani bekorga ko'rsatmadim men sizlarga. Masalan, upakovkalangan, professional tarzda upakovkalangan Instagram sahifa bilan upakovkalanmagan Instagram sahifani farqi nimada? Mana tasavvur qilinglar, sizlarda oflayn do'kon bor, ya'ni aytaylik, siz do'kondan nimadir kerak, aytaylik, siz xarid qilishingiz kerak, sumka xarid qilishingiz kerak deylik. Menga sumka kerak deysizda, masalan, ko'chaga chiqdingiz. Ko'chaga chiqqaningizda do'kon turibdi oldingizda. O'sha oldingizdagi do'kon aytaylik, oxirgacha remonti bitmagan. Suvodan chiqqanda do'kon deb yozib qo'yishibdi. Sumka do'koni deb yozib qo'yishibdi. Siz o'sha sumka do'koniga, suvolangan sumka do'koniga kirgisi keladimi? Albatta kirgisi kelmaydi. Xuddi shunaqa tarzda, ya'ni onlayn do'kon ham qadoqlanmagan, ya'ni usti upakovkalanmagan onlayn sahifa ham, Instagram sahifa ham xuddi shunaqa suvolanmagan oflayn do'konga o'xshaydi. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun qadoqlash juda ham birinchi navbatda turadi. Qadoqlashga nimalar kiradi? O'sha avatardagi rasm, aktualniydagi obloshkalar, Reels ustidagi obloshkalar bular nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Sizlarga mijozni, sizlarga obunachini jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Mana shu qadoqlash hisoblanadi va o'shaning uchun men sizlarga hozir oflayn do'kon bilan onlayn do'konni farqida tushuntirib berdim. Tak, tushuntira oldimmi? Davom etamizmi?
Ko'p biznes egalari hozirgi kunda SMM mutaxassis yo'llayapti o'rtoqlar. Hozir уже biznes egalarini уже deyarli har ikkinchi, uchinchi biznes egasi tushunyapti. SMM mutaxassis yo'llamasam mani biznesim yurmas ekan, sotuvlarim bo'lmas ekan degan narsani tushunishyapti. Ko'p yana undan tashqari boshlang'ich biznes egalari yoki endi biznes boshlamoqchi bo'lganlar shuni ham tushunishyaptiki, demak menga SMM bilimlari kerak ekan yokida men SMM mutaxassis yo'llashim kerak deyishyapti. Yokida har oy SMM mutaxassisga 200-300 dollar to'lagandan ko'ra o'zim mana shuni o'rganib olib, o'zim SMMni targ'ib qilib, biznes egasi ham SMM mutaxassis sifatida yuritishim kerak deyishyapti. Albatta siz agar biznes egasi, boshlang'ich etapdagi biznes egasi bo'lsangiz yoki SMM mutaxassisga byudjet ajrata olmaydigan darajada bo'lsangiz, chunki boshlang'ich etapda hech kim hali biznesdan foyda ko'rmagandan keyin byudjet ham ajrata olmaysiz. O'shaning uchun o'zingiz mana shu yo'nalishga kirib, o'rganib olib, biznesingizni to'g'ri targ'ib qilib, mana shu bilimlardan foydalanib sotuvlaringizni oshirsangiz bo'ladi. O'shaning uchun siz 2 barobar plusda qolasiz. Chunki men bilasizlar, oranglarda meni doim kuzatadiganlar bo'lsa, men konsultatsiyalar qilaman, konsultatsiyalar o'taman. Mani ko'p avvalgi konsultatsiyalarimda biznes egalari kelishardi, SMM mutaxassis yo'lladim, nimaga menga natija ko'rsatib bermadi, nimaga menga shuncha 3 oy ishlatdim, har oydan 300 dollar to'ladim, kimdir aytadi 500 dollar to'ladim deydi, kimdir aytadi 1000 dollar to'ladim deydi, natija yo'q deyishadi. U yerda biznes egasini bundan xabari yo'q. Ya'ni har qanchada SMM mutaxassis kontent joylash kerak. Har qanchada отчет berish kerak, har oylik qanaqa отчет berish kerak, bunaqa narsalarni qilib berish kerakligini tushunmaydida biznes egasi. Отчет so'ramaydi hamda, nima joylaysiz, nechta video joylaysiz bo'ldi. Eng tushunarsiz, eng qo'pol qilib aytsamchi, eng jinnicha tupoyki savolda nima joylaysiz, nechta joylaysiz deyishadi. U yerda nima joylaysiz, nechta joylaysiz deyish kerak emas, qanaqa strategiya bilan ishlaysiz deyish kerak. Qanaqa kontent plan tuzasiz, menga shularni yozib berasizmi deyishingiz kerak. Va mana shu kontent planga mos kontentni joylayaptimi, yo'qmi, shuni nazorat qilish kerak. Va uni biznes egasi tushunmagandan keyin, bilmagandan keyin qirqlab bu savollar beradi. O'shaning uchun ko'pchilik biznes egalari agar bu yo'nalishni o'zi o'rganib olsa, boshlang'ich tarzda o'zi shuni SMM mutaxassisi turib, keyin уже masalan biznesi kattalashib ketgandan keyin SMM mutaxassisga topshirsa bo'ladi. Vaqtim bo'lmayapti, siz qilib bering deb bemalol o'zi tekshirib tursa bo'ladi. Har oy strategiya beryaptimi, yo'qmi? Kontent rejani tuzyaptimi, yo'qmi? Kontentlarni vaqtida joylayaptimi, yo'qmi? So'raladigan narsa, nechta istoriya joylaysiz, nechta reels joylaysiz, bo'ldi. Boshqalarni qiziqtirmaydi. Baraka topkurlar, u yerda ssenariy to'g'ri bo'lishi kerak-ku, kreativlar to'g'ri bo'lishi kerak-ku. Hatto unda nimani nazorat qila oladi? Tushunasizlarmi? Bu yerda o'shaning uchun biznes egasiga bu o'zi mana shu yo'nalishni o'rganib olib, bilib olib, boshlang'ich etapda o'zi yurg'izib, keyin уже SMM mutaxassis yo'llasa, bemalol nazorat qila oladi. Tushuntira oldimmi? Biznes egasi o'zini biznesiga targ'ib qilish uchun buni qo'llasa bo'ladi. SMM mutaxassis bo'lishi afzalliklari nimada ekan? Ofissiz ishlaysiz, mustaqil ishlaysiz, xohlagan joyingizdan turib ishlaysiz. Ya'ni siz boshqa shaharda bo'lasizmi, chet davlatida bo'lasizmi, uyingizda bo'lasizmi, farqi yo'q, joy tanlamaydi. Kafeda bo'lasizmi, xohlagan joyingizda faqat qo'lingizda telefon kerak bo'ladi va internet kerak bo'ladi, bo'ldi. Xo'p, investitsiyasiz boshlaysiz. Ya'ni bunga pul tikib o'tirish shart emas. Masalan, bu yerda уже sizda bilim bo'lsa bo'ldi. Masalan, biznes boshlayotganda baribir biznes egalari pul tikishadi. Qanchadir mahsulot olib kelishga 1000 dollar, 2000 dollar tikishadi-da. O'sha mahsulot olib kelib olib, endi qanaqa qilib sotsammikin deyishadi. Eng to'g'risi, qo'pol qilib aytganda, eng jinnicha narsa, ko'pchilikni Xitoy kurslarida o'qishadi. Zakaz urish kurslarida o'qishadi va andan nima deydi, feberlikka olib sotsa bo'larkan, Oriflame'ga a'zo bo'ldim, Irsak sotsam bo'larkan, uni sotsam bo'larkan, Green Life sotsam bo'larkan deyishadi-da, a'zo bo'lib qo'yishadi, pulligini bor, chunki a'zo bo'lish uchun ham sotib olish kerak mahsulotini, bor pulligini tikib qo'yishadi. Endi qanaqa qilib sotaman, nima qilay deb o'tirishadi. Baraka topkurlar, birinchi navbatda SMM o'rganinglar. SMM o'rganganingizdan keyin xohlagan yo'nalishda nima sotsangizdan farqi yo'q. Tushuntira olyapmanmi? SMM o'rganganingizdan keyin Green Leaf sotasizmi, Irsak sotasizmi, Oriflame sotasizmi, o'sha Xitoydan mol olib mahsulot sotasizmi yoki aytaylik sumka sotasizmi, qaysidir biznes egasini biznesini yuritib berasizmi? Hammasida ishlaydigan
bu natija ko'rsatadigan bilim, bu SMM. O'shaning uchun siz nima ish boshlasammikin deb ikkilanib turgan bo'lsangiz, birinchi navbatda SMM o'rganib olingda, undan keyin biznesni tanlang. Agar o'sha biznes yo'nalishni tanlab qo'ygan bo'lsangiz, hozir endi qanaqa qilib sotuv qilsammikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, SMM ni o'rganing degan bo'lardim. Chunki siz hozir SMM mutaxassis yo'llasangiz, o'zingizda deyarli bilim yo'q deb, SMM mutaxassis ham ishlaydi, sizga hech qanaqa biladi, bunga отчет berish shart emas ekan, pulini olaman, o'sha o'zimga qulay vaqtda videosini joylayman, bo'ldi deydi. Ko'pchilik novichok SMM mutaxassisi shunaqa qiladi. Tushunasizlarmi? Shunaqa qilib ishlashadi. Pulim to'layapti-ku, bo'ldi, videosini joylab bersam bo'ldi. Aslida bu yerda faqat video joylashdan iborat emas. SMM mutaxassisi ishi birinchi navbatda strategiya tuzadi, kontent reja tuzadi. Ana undan keyin kontent rejaga mos videolarni ishlab chiqib beradi. Ana o'shanda natija bo'ladi. Nima uchun ko'p biznes egalarida SMM mutaxassis ishlatadi, natijasi bo'lmaydi? Chunki strategiyasiz ishlagan bo'ladi. Tushunasizlarmi? Raqobatchilarni o'rganmagan bo'ladi. Maqsadli auditoriyani o'rganmagan bo'ladi. Belgilab tanlamagan bo'ladi. Noto'g'ri kontent chiqarayotgan bo'ladi. O'shaning uchun natija bermaydi. O'rtoqlar, farqi shunda. Xo'p, investitsiyasiz boshlanar ekan, ya'ni qanaqadir $1000, $2000 ajratib, qanaqadir mol olib qo'yib, mahsulot olib qo'yib olinadigan yo'nalish emas. Tak, o'rtacha daromad boshlang'ich SMM mutaxassisi bitta proyektdan, bitta loyihadan oladigan summasi $200 dan boshlanadi. Aytaylik, sizda bitta vaqtda o'zida 2 ta, 3 ta loyihani olib ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni o'rtacha summa $500 dan $1000 gacha bemalol topa olasiz. Men o'zim bir vaqtda o'zida 5 ta loyihalar bilan ishlaganman. Tushunyapsizlarmi? Bemalol bunga qurbinglar yetadi. Hozir loyihalar bilan, masalan, unda men kichkina bizneschalar bilan ishlagan bo'lsam, hozir o'sha boshqa urovenda bo'lganim uchun hozir ko'proq shaxsiy brend bilan va kattaroq korporativ bizneslar bilan ishlayman. Va albatta bu yerda narxida ham farq bo'ladi. Masalan, kichkina bizneschalarda, masalan, aytaylik $200, $300 bo'lsa, o'sha katta korporativ bizneslarda $1000 dan boshlanadi. $1000, $1200 shundan boshlab o'sha narxi ketadi. Har bitta biznesdan, har bitta oyi uchun bu har oylik summa, o'rtoqlar. Tak, o'sish imkoniyatlari. Masalan, kurslar orqali rivojlansangiz bo'ladi SMMda. Aytaylik, bilimlarni olib, mana shu targ'ib qilib, o'zingiz mana shu yo'nalishda bemalol ketsangiz bo'ladi. Buni nima deydi, hali beri o'lmaydigan soha, oxirgi mana shu 10 yil, 15 yil bizada постоянно o'sadigan soha bu SMM yo'nalish hisoblanadi. Tak, Xurshida, to'g'ri, ustoz o'zi tushunmasa ham SMMchi kalib ketadi. Xurshida yozibdilar. O'rtoqlar, tushuntira oldimmi? Har bitta soha uchun kerak. Misol qaranglar, aytaylik, menga konditerlar, men bu aprel oyida kontentlarim ustida juda ham aktiv ishladimda, shunaqangi ideyalar yog'ilib kelaverdi va 4 ta 5 ta sahifalarni, bizneslarni razborini boshladim. Xudo xolasa, mana shu razborimni yana davom ettirmoqchiman. Razborlarni boshladim. Qaniydi probaga yozib razbor qilishni boshladim. O'sha videolarim topga chiqib ketib qoldi. Konditer sohani razbor qildim, detski magazinni razbor qildim, kiyim sotadiganni razbor qildim deb o'sha yog'ilib keldi obunachilarda. Menikini ham ko'rib bering, meni ham razborimni qilib bering deb o'sha yog'ilib keldi. Xuddi o'sha nimani konditer naqasini hozir prezentatsiyada ko'ryapman, pishirig'ini rasmini, o'shanga esimga tushib qoldi. Ya'ni, akazisi, uyda o'tirib pishiradigan konditerlar juda ham ko'p ekan. Chunki direktim to'lib ketdi. Men uyda o'tirib pishiraman, qanaqa sotishni bilmayapman. Shunaqa mahsulotim zo'r, shunaqa javob beraman mahsulotimga. Voy, men bilan ishlang deganlar yo'qolib ketdi. Men bilan ishlang, barterga ishlang, men sizga tekinga pishirib jo'natay, menga maslahatlaringizni bering. O'zi men to'g'risini постоянно dietada yuradigan odamman. Pishiriq yemayman. Yo'q, men ishlamayman barterga, men pishiriq yemayman desam, yozib yotishibdi. Tushunasizlarmi? Juda ham ko'p ekan uyda o'tirib pishiriq pishiradigan, bekeri sohasida, pishiriq sohasidagilar. Lekin hamma kim yozsa aytyapti, mahsulotim zo'r, 100% javob beraman, lekin sotolmayman deyishyapti. Aynan men ularni sahifasini ko'rib chiqyapman, razbor qilib chiqyapman. Ko'pchilik menga sahifasini razbor qildirdi. Bitta ko'rib bering sahifamni, nimani noto'g'rimi?
aksariyatida shablon. Shablon degani nima degani? Shuncha rasm olishgan, shunda joylab qo'yishgan bo'ldi. O'rtoqlar, SMM yuritish degani, Instagramdan sotish degani bu shunda rasm olib joylab sotilmaydi. Baraka topinglar. O'ta stories orqali sotuv bor, sotuvli storieslar bor. O'ta ma'lumotlar berish kerak. Aytaylik, siz pishiriq ko'rsatyapsiz, qanaqadir foydali, aytaylik sizga jalqi bo'lmagan qanaqadir retseptchalar bilan bo'lishingiz kerak. Twistbakery degan sahifa bor. Agar oranglarda mana doimiy kuzatadiganlar bilishadi, Twistbakery sahifa bilan biza ishlaganmiz. U biznesni men o'sha rivojlantirib olib chiqqanman. U yerda men o'zim ambassador bo'lib, litso bo'lib ham chiqqanman va u yerda agar kuzatsanglar, qanaqa qilib aynamizni sotardik, qanaqa qilib taqdim qilardik Instagram orqali. U yerda masalan aytaylik, asmir videolardan foydalanardik. Chunki asmir videolar mana eshittiriladi, sepayotganingiz hammasini zvuk bilan eshitiladi-ku, u yerda уже odamning ishtahasi ochiladi-da, o'sha narsani zakaz qilib yegiz keladi. Ya'ni mana shunaqa taktikalardan foydalanish kerak. Buni juda ham yo'llari ko'p. Men sizlarga hozir qilib bunday xamir uchidan patirchani uchidan bunday ushoqcha qilib tushuntiryapman. Chunki hozir vaqtimiz ham chegaralangan. O'shanga iloji boricha sizlarga maksimal darajada foyda bermoqchiman. O'shaning uchun mana bakery yo'nalishida qisqacha aytib o'tdim. Ya'ni siz o'sha uyda pishiruv pishirasizmi? Aytaylik, polfabrikat ishlab chiqarasizmi? Lekin siz u ish joyingiz bo'lmasa ham uyda, lekin to'g'ri targ'ib qilsangiz, reklamani, podachani to'g'ri qilsangiz, SMM bilimlaridan to'g'ri foydalansangiz, bemalol zo'r sotishga olib kelsangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? O'rtoqlar, tak, asosiysi siz bugun SMM orqali qanday daromad qilishi, ya'ni SMM orqali qanaqa qilib daromad topa olishi tushundingizmi? Tushuntira oldimmi? Yozinglar. Tak. SMM baribir zo'r, o'qish kerak baribir, sarmoya kiritmasdan rivojlanib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Chunki men hozir sizlarga 3 kun o'tganim bilan dars, 3 kunning ichida hamma bilimlarni sizlarni miyanglar 100% 2 oylik nimani programmani qabul qila olmaydi. Baribir o'qish kerak. Tushundik. Xo'p. Tak. Tushunyapman. Yozinglar o'rtoqlar. Tushunarli bo'lyaptimi? Tushundik. Tak, tushunayotganlar ko'p ekan. Xo'p, o'rtoqlar, ko'pchilik aytadi, mana hozir Munisa ham yozdilar, baribir o'qish kerak, baribir sarmoya kiritish kerak deb. Ha, xuddi shunaqa. Bitta o'qib olganingizdan keyin shunaqa plyus tarafi borki, bitta siz o'sha sarmoya kiritib, baribir bu bilim siz bilan butun umrga qoladi. Masalan, aytaylik, kostyumni sotib olamiz, qanaqadir kiyimni sotib olamiz, vaqtincha kiyamiz, 1 yil kiyamiz, 2 yil kiyamiz, keyin уже kiygimiz kelmay qoladi, eskirib qoladi yoki bizga yoqmay qoladi, berib yuboramiz. Biza bilim olsak, bu bilim sizni o'sha butun umr esingizda qoladigan, bilim sizni qaytanga boqadigan investitsiya hisoblanadi-da. O'shaning uchun baribir bunda o'qish kerak. Bitta o'qib chiqqaningizdan keyin baribir siz o'zingiz mana shu yo'nalishga kirib olganingizdan keyin o'zingiz ishlab to'g'ri olib keta olasiz. Ya'ni SMM mutaxassis bo'lib, kimnidir biznesini yuritib bera olasiz yoki o'zingiz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizni biznesingizni yurita olasiz va qo'shimchasiga boshqa bizneslarni, masalan, tanishlaringiz, do'stingiz, dugonalaringizni biznesi bo'lsa, uni qo'shimcha daromad sifatida yuritib bersangiz bo'ladi. Так, ha, o'qib o'rganish kerak deb yozibdilar Nilufar. Так. Например, Shahzoda. Например, я пошла в курс SMM, как найти компанию, аккаунт, который я хочу развивать как SMM-щик. Zo'r savol berdilar Shahzoda. Aytayotdilarki, men aytaylik SMM mutaxassis bo'lib chiqdim, lekin bu yerda amaliyot uchun qachon topaman bunaqa akkauntni deyaptilar. Amaliyot uchun masalan qachon topasiz? Yon atrofingizdan topasiz birinchi navbatda. Yokida buni yo'llari ko'p, rasilkalar bor va buni men qo'shimcha o'zimni o'quvchilarimga o'rgatadigan yo'llarim ko'p. Birinchi sirini ochaman, birinchi yo'lini ochaman Shahzoda. Yon atrofingiz birinchi etapi. Keyin qolgan etaplari bor. Buni ertaga tushuntirib beraman qolgan etaplari qanaqaligini. To есть birinchi yon atrofingizdan deganim, sizni o'sha qanaqadir tanishingiz bo'lishi mumkin, dugonangizda qanaqadir oysini firmasi bo'lishi mumkin, adasini biznesi bo'lishi mumkin, qaysidir qo'shningizniki bo'lishi mumkin. O'zingiz предлагать qilasiz va aytasiz boshlang'ich etapda 1 oy men sizga давайте bepul ishlab beraman. Siz ko'rasiz, agar sizga yoqsa davom etamiz deysiz. И boshqa yana yo'llari juda ham ko'p. Специально
yopiq kanallar bor. Mani o'zimda masalan o'quvchilarimga dostуп beradigan yopiq kanallar bor. U yerda kanallarda vakansiyalar joylanadigan kanallar bor. Vakansiyalar orqali ham o'sha kanalga obuna bo'lib, har kuni 10 talab vakansiya tashlanadi. O'sha vakansiyadan o'zingizga qulayini tanlab, u yerdan topsangiz bo'ladi mijoz. Tak, dars tushunarli bo'lyapti. Tak, o'rtoqlar, SMMni o'zinglar mustaqil o'rgansanglar bo'ladi. Ya'ni YouTube'larda to'g'ri ko'p informatsiya, bepul manbalar juda ham ko'p. Lekin bunga vaqt ketadi. 1 yil, 2 yil ketadi. Keyin u yerda tushungan temangiz bo'ladi. Masalan, savol bersangiz kimdir masalan, aytaylik savol tug'ilib qoldi sizda. Savol tug'ilgandan keyin kimga murojaat qilasiz u yerda. YouTube'da masalan bepul darslikni ko'rganingizdan keyin baribir sizni tepangizda sizga yo'l ko'rsatadigan, o'zini tajribasi bilan bo'lishadigan ustoz turishi kerak. Chunki sizni savolingizga javob beradigan, aytaylik o'sha siz o'qiyotgan jarayoningizda qaysidir mijozingiz bilan ishlayapsiz. Mijoz bilan ishlayotganingizda aytaylik mijoz sizga savol berdi. Hali siz o'zingiz novichok, siz tushunmayapsiz. Voy bilmayman demaysiz-ku, to'g'rimi? Buning uchun masalan tepangizda sizni boshingizda qanaqadir ustozingiz turadigan bo'lsa, sразу unga yopishasiz. Mana bunaqa deyapti mijozim, endi nima qilay deysiz. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ya'ni agar siz ustoz bilan o'rgansangiz, agar o'sha tepangizda mentor turib, mana shu SMMni birgalikda o'rgansangiz, siz tez natijaga chiqasiz. Agar samostoятельно yo bitta o'zim o'rganaman deydigan bo'lsangiz, unda natijaga chiqishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Xato bo'ladi, vaqt yo'qotasiz, resurs yo'qotasiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushadi. Chunki nimaga o'xshamayapti? Chunki u yerda sizni savollaringizga javob beradigan odam bo'lmaydi. Albatta, siz ustoz bilan birga o'rganadigan bo'lsangiz, u yerda savollaringizga javob beradigan odam bo'ladi. Masalan, любой payt chiqishingiz mumkin. "Men buni nima qilsam bo'ladi? Men bu klientim bunaqa deyapti. Men bu klientim bunaqa deyapti. Kim hozir prav?" Menga o'rtoqlar, mana bunaqa narsa bo'lganda, oxirgi qishda potok o'qitganman. Qishki offlayn potokimda Shahzoda degan o'quvchim bo'lardi. U Shahzoda o'zi SMM mutaxassis edi. Noldan boshlamagan, novichok bo'lmagan. Bilardi, SMMni klinikada ishlardida. Ikkita ekspert bilan ishlardi. Ikkita ekspert shaxsiy brendini yuritardi-da. U yerda Shahzodani minusi bu yerda nima bo'lgan? Professional darajada SMM mutaxassis bo'lmagan. O'zi shunchaki YouTube'lardan, u yerdan, bu yerdan ko'rib o'rganib yurgan va o'zicha o'sha ishlab yurgan mutaxassis bo'lgan. Samochka bo'lgan. Jihatdan o'rganmagan, ustoz ko'rmagan. Aytardiki, "Menda nuqul Shahzoda o'zi yaxshi bilar ekansiz, sizda nima muammo bor?" desam, kontent rejalarini ham yaxshi tuzardi, maqsadli auditoriyani ham yaxshi tushunardi, raqobatchilarni yaxshi tushunardi, syomkalarni chiroyli qilardi-da. Keyin "Ishlaringiz yaxshi ekan, sizda nima muammo?" desam, keyin Shahzoda aytganki, "Menda eng katta muammo degan mijoz bilan ishlash" degan. To есть men mijozim bilan ishlayman degan, lekin mijozim meni boshimga chiqib oladi. Qayerda men pravman, qayerda u prav, men tushunmay qolyapman, charchab qolyapman degan. Keyin men unga tushuntirganman, уже etap-etap o'rgatganman. Siz mamta pravsiz. Sizning ishingiz mana budan iborat bo'ldi. Qolgan ish mijozniki. Mashta siz o'zingizga yo'l qo'ymang bu narsani deb qattiq turib уже mana shu narsani siz talab qilasiz, bu narsani mijozga taqdim qilasiz deb mana shu narsani boshida turganimdan keyin уже Shahzoda, даже Instagramga ham joylaganman buni. Nilufar anaqada ham Nilufar Baxtiyorovna schoolga ham joylab qo'yganmiz bu otsifni. Уже Shahzoda 1 oy ichida уже $1000 daromadga chiqqanlar 3 ta mijoz bilan. Уже u o'zini самоуверенностьidan Shahzodani уже o'ziga ishonib, ishini anaqa доказательство qilib isbotlab berishidan mijoz bilan shunaqa zo'r ishlab ketganki, $1000 daromad topishni boshlagan oyiga. Chunki u yerda уже aytardi, konkretno aytardi. Mani ishim mana bu sizni ishingiz. Xo'p, men sizga sotuvgacha olib kelib beryapman, lekin adminingiz o'zi vaqtida javob bermayapti. Men javob bermayapman. Уже сразу o'zinikini isbotlab berishni boshlagandan keyin Shahzoda уже o'ziga ishonchi ortib, daromadlari ham ortgan. O'shaning uchun o'rtoqlar, shunaqa gaplar men o'zi kursimda mijoz bilan ishlashni ham o'quvchilarimning har bittasiga o'rgataman. Tak, ko'pchilik o'sha mana shu SMMni o'rganaman deb aytaylik targetlarni yoqishadi biznes egalari. Birinchi navbatda o'sha qimmatga target yoqishadi, pullarni havoga uchirib yuborishadi. Eng katta qiladigan xatolardan bittasi va
Undan tashqari, raqobat qilishga, ya'ni bu yerda hop SMMni o'rganyapman, hozir kimdan nimani, qaysini kuzatishim kerak, qanaqa qilib maqsadli auditoriyalarimni aniqlashim kerak. Biznes, chunki har bitta biznesga bu individual anaqa belgilanadi bu. Bunaqa narsani siz individual holatda ustozsiz qila olmaysiz. Tak, o'rtoqlar, SMM mutaxassislik videolar ishlash kerakmi? SMM mutaxassis video ishlashdan avval SMM mutaxassis strategiya tuzadi, content reja tuzadi. Ana undan keyin video ishlaydi. Video ishlamasa ham bo'ladi, lekin men masalan o'quvchilarimga o'zinglar qilinglar hammasini deyman, chunki birato'la o'sha mijozdan olayotgan daromadini yaxshi to'laqonli olishi uchun. Agar siz yo'q, men SMM mutaxassisman, video qilishni bilmayman, video qilish mobilograf ishi desangiz, уже sizni daromadingiz ikkiga bo'lindi hisob. Shuning uchun men o'zimni masalan o'zimda o'qiydiganlarga обязательно mobilografiyani ham o'rgataman. Потом еще хотела спросить, мобилография на ваших курсах только SMM или mobilografия? Shahzoda kursim haqida so'rabdilar. Shahzoda, mani kursimda SMM bor, mobilografiya bor, target bor, stories makerlik bor, content makerlik bor, yana boshqa kurslarda yo'q narsa bor, grafik dizaynerlik bor. Ya'ni siz o'ta logotip yasa olasiz. Mobilografiya, mobilograf bo'lib полностью полноценный mobilograf bo'lib chiqa olasiz, SMM manager bo'lib chiqa olasiz, stories maker bo'lib chiqa olasiz, tushunasizmi? Targetolog bo'lib chiqa olasiz. Men o'zim shunaqa ustozlar ko'rganim uchun, juda ham yaxshi mutaxassislarda, juda ham zo'r mutaxassislarda o'qiganim uchun men o'quvchilarimga maksimal darajada berishga harakat qilaman va men kursimni ham aynan shunaqa metodikada, metodologiyada tuzganman. O'rtoqlar, kurs haqida so'rayotgan ekansizlar. Mani o'zi kursim bor. 1 oy oldin уже odamlar yozilishni boshlagan. Oxirgi kursim mani dekabrda bo'lgan. Dekabrda ham o'sha 10 ta o'quvchim yozilishgan, pulini ham to'lashgan. Kimdir operatsiya bo'lib qolgan, kimdir kasal bo'lib qolgan, kimdir chet davlatga ketib qolgan va pulini to'lab qo'yib, qolmay qolganlar qolib ketgan. Uni o'zi joyband qilib qo'ygan. 10 ta o'quvchim уже bor. 1 oy oldin boshqalar so'rab yozgan. Mana 5 oydan oshibki kurs qilmayotganimga уже odamlar yozib bo'lingan kursimga. To'g'risi kursim boshlanadi endi. Yozda boshlanadi. Marafon qilishimdan maqsad nima? Marafonda rostdan ham 3 kunlik foyda beraman. Mana bundan oldin o'tirganlar darsimda bildinglar, bekorga aytmadim. Daftar ruchka olinglar, o'rtoqlar, yozib olasizlar. SMM mutaxassis ishlari nimalardan iborat ekanligini ketma-ket yozib olasizlar. Konkretno sizlarga foyda berdim. Также ertaga shunaqa foyda beraman. Aynan biznes egalariga tegishli bo'lgan. Также indinga 3-kuni ham shunaqa foydali marafon o'taman. Lekin kursim bor. Bu narsani masalan yashirmoqchi emasman. Boya boshlang'ich etapda ham aytdim, o'rtoqlar, men kursim muallifiman dedim. Instagramdan daromad kursim bor, Instastart kursim bor, lekin kurslarimiz yopiq edi. Lekin ochish niyatimiz bor. Keyingi oy xudo xohlasa ochiladi oyi boshiga, chunki уже o'quvchilar yozilib bo'lingan. Faqat men hozir sizlarga bitta taklif bera olaman. Istovchilar uchun, xohlovchilar uchun faqatgina 100 ta dona joy ajratib qo'yganmiz. 100 ta odam hozir nimadan nima deydi, to'ldirishga, anketani to'ldirishga ulgurgan 100 ta dona odam uchun mana shu maxsus chegirmalarda kursimizni bera olaman. Lekin joy aytib qo'yay, juda ham kam. 100 ta dona odamga anketani to'ldirganlarga mana shu maxsus chegirmamni bera olaman. Tak. Agar kursim haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, cho'ta yonib o'chyapti prezentatsiyam. Kursim haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, tak, taqdimot qilasizmi? Kurslaringiz onlaynmi? Logotip bizga ham o'rgating. Ha, ichida hammasi bor. Logotip hozir tushuntirib beraman nimalar borligini, o'rtoqlar. Menda shaxsiy biznesim, lekin uni yurgiza olmayapman. Strategiya tuzishni bilish kerak asalim. Hozir tushuntiraman nimalar kerakligini siz biznesingizni yuritish uchun. Boya Bonu juda ham zo'r savol berdilar shaxsiy brend haqida. Shaxsiy brendga ham hozir to'xtalib o'taman. Tak, davom etavering. Prezentatsiya yaxshimi? Menda cho'ta yonib o'chayotgani gap.
Tak. O'rtoqlar, bu kurs kim uchun? Bu kurs aynan SMM orqali o'sha onlayn tarzda, o'sha uyda bo'lasizmi, sayohatda bo'lasizmi, farqi yo'q, joy tanlamaydi. O'sha $500 boshlab daromad topmoqchiman, aynan daromadga chiqmoqchiman deganlar uchun bu kursim. SMM orqali masofaviy onlayn ishlayman deganlar uchun Instagram tak, YouTube'da yoqig'i? Mhm. Instagram va SMM haqida hech qanaqa bilimga ega emasman, noldan boshlayapman deydiganlar uchun, agar siz yo'q, man novichok emasman, qanaqadir qisman ma'lumotga egaman desangiz ham bu kursim orqali professional mutaxassis bo'lib chiqa olasiz. Tushunyapsizmi? Bu yerda siz ham noldan boshlasangiz bo'ladi. Xuddi mana hozir Shahzoda o'quvchimga aytdimku, u qiz o'zi ko'p narsani bilardi, mijoz bilan ishlashga qiynalardi. Aynan mijoz bilan ishlash haqida darsliklarim ham borda alohida. Xo'p, o'rtoqlar, noldan boshlab SMM sohani o'rganmoqchi bo'lganlar uchun, SMM sohadan xabari bor, lekin qanaqadir o'ziga ishonchi yetmayapti, qanaqadir o'ziga ishonchi past, mijoz bilan ishlashga qiynalayotganlar uchun, savdasini, sotuvlarini 3-4 barobargacha oshirmoqchi bo'lgan biznes egalariga to'g'ri keladi. Xo'p, mijozlarni jalb qilishda va mijozlari uchun natijalar ko'rsatmoqchi bo'lganlar uchun. Xo'p, kursda siz nimani o'rganasiz? Kursda siz Instagramda, Telegramda biznes profillaringizni noldan ko'tarishni o'rganasiz. Sahifani professional tarzda upakovka qilishni o'rganasiz. Mijozlarni jalb qilishni. Maqsadli auditoriyani o'zi aslida qanaqa qilib aniqlaydi? Raqobatchilar o'zi kim? Kontent o'zi qanaqa qilib yaratiladi? Strategiyani o'zi qanaqa tuziladi? Mobilografiya qandoq qilinadi? Ya'ni bu yerda bittadan darslik emas. Mobilografiyani o'zi menda mini kurs, ya'ni butun boshli katta kursim ichida mobilografiyani mini kurs qilib kiritganman. Ya'ni 4 xil turdagi syomka bor. 2 xil turdagi detalniy syomka bor. Bitta turdagi zavedeniya syomka bor. Ekspertniy syomka bor. Ya'ni har xil turdagi syomkalar, qanaqa qilib kamerani to'g'ri nastroyka qilish kerak. Chunki siz qo'lingizda iPhone 16 bo'lsa ham, agar siz kamerani to'g'ri nastroyka qilmagan bo'lsangiz, telefoningiz xira oladi. Agar telefoningiz aytaylik Samsung Mi telefoni bo'lsa, lekin siz kamerani to'g'ri nastroyka qilsangiz, telefoningiz tiniq olishni boshlaydi va svetokorreksiya bilan to'g'ri ishlasangiz, qanaqa nima deydi, videolaringizni ko'rinishi chiroyli chiqadi. Mana shular hammasi bor. 4 xil syomka turlari bor. Har xil syomka, ya'ni mobilografiyani bu yerda o'tida o'rganasiz. Grafik dizaynerlik bor, ya'ni bu yerda siz aytaylik biznesda ko'taryapsiz, qaysidir mijozni oldingiz yoki o'zingizni biznesingiz borda, hozir logotiplarni bittasini $100 dan $200 grafik dizaynerlar yasaydi. Bu yerda siz 4 xil, 5 xil logotip yasashni o'rganasiz. Prezentatsiya yasashni o'rganasiz. Mana oldingizda men hozir sizga prezentatsiyani ko'rsatib dars o'tyapman. Ya'ni aytaylik qanaqadir ustozlarga, o'qituvchilarga, institutdagi o'qituvchilarga, oranglarda talabalar bo'lsa, prezentatsiya yasashni o'rganasizlar. Taklifnomalar yasashni o'rganasizlar. Taklifnoma yasab ularni alohida sotsanglar bo'ladi. Prezentatsiyani alohida yasab sotsanglar bo'ladi. Logotiplarni har bittasini boshlang'ich grafik dizaynerlar, boshlang'ich nollivoydagilar $30 dan sotadi. Har bittasini sotsanglar bo'ladi. Gayd qo'llanmalar yasashni o'rganasizlar. Mana shu hammasini butun boshli grafik dizayner kichkina kurschi mana shu katta kursimni ichiga kiritilgan. Xo'p, ichiga kiritilgan targetolog, ya'ni targetolog bo'lib chiqsangiz bo'ladi. Targetni yoqishni o'rganasiz. Instagramdan, Facebook orqali target yoqishni o'rganasiz. Ya'ni katta auditoriya belgilab turib, siz o'sha pulli reklama yoqishni o'rganasiz. Xo'p, o'rtoqlar, boya aytdim, asosiy sotuvlar o'zi stories orqali bo'ladi dedimmi? Ya'ni biza aytaylik, misol keltirdim, 10 ta sumkani taxlab qo'yishadi-da, uje odam ko'rayotganda zerikib ketadi. Voy, faqat sumka taxlangan ekan, bundoq jalb qiladigan narsasi yo'q. O'sha aynan jalb qiladigan narsa sotuvli stories deyiladi. Sotuvli stories deyiladi. Mana shu sotuvli storiesni ham stories makerli modulimda o'rganasiz. U yerda aytaylik, bu yerda har bitta modulda menda 10 tadan darslik, 10 tadan oshiq darslik. Eng katta kursimdagi eng katta modul darsligi mobilografiya bilan stories makerlik. Juda ham ko'p ma'lumot berilgan u yerda. Boya men hozir vizual haqida gapirdim. Ya'ni Instagram sahifani qilgandan keyin rang jihatidan o'shani ustidagi obloshkalari chiroyli bo'lib jalb qilib turishi bu vizual deyiladi. Bu vizual darsligiga alohida modul berilgan. Bu qanaqa qilib vizual qilish kerak, qayerdan bezatadi, bu naложениyalarni qayerdan oladi, ranglarni qayerdan olish kerak, shriflarni qayerdan to'g'ri belgilash kerak. Bularning hammasi aynan amaliyot. Amaliyot deganim, to есть
knopkadan keyin qaysi knopkani bosib, qaysi приложениyadan ishlatiladi. Hammasi amaliyotda ko'rsatib berilgan darsliklar. Hammasi mana shu kursimiz ichida mavjud. Ya'ni bu yerda siz o'sha noldan daromadga chiqishni o'rganasiz. Strategiyani qanaqa qilib tuzishlarni o'rganasiz. Bu kursimda o'rtoqlar 600 dan ortiq ayollarni o'qitganman. Ham offlayn o'qitganman, ham onlayn o'qitganman. Offlaynga kamroq odam olaman. O'zi har safar harakat qilaman, lekin bu safargi offlaynimizni faqatgina biznes egalari uchun bo'ladi va juda ham kam joy ajratganmiz. Onlayn kurslarimizda o'sha 100 ta dona joyga ajratib qo'ydik onlaynga va o'zi odam yozilgan. Aytganimdek, boya o'sha dekabrda o'quvchilarim qolib ketgan va 1 oy oldin уже zapis boshlangan, yozilgan, keyingi oy ochiladi. Mana hozir so'raganinglarga, talablarga binoan men aytib o'tyapman, 100 ta dona joy bor. Anketani to'ldirishga ulgurib qolsanglar, ulgurib qolganinglar uchun biza ajrata olamiz. O'quvchilarimning natijalari, o'quvchilarim mana hozir Xurshid yozyaptilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni juda ham yaxshi shu kungacha daromadga chiqishgan. Shahzodani misol qilib keltirdim. O'quvchilarim natijalari juda ham ko'p. Даже Instagramda o'zimning sahifamda ulab qo'yganman. Nilufar Baxtiyorovna School deb. U yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa o'quvchilarim, deyarli hammasi ko'pi onlayn o'qigan. Offlaynda kamdan kam o'quvchilar, chunki Toshkentda bo'lish kerak, offlayn o'qilganlar kam kelishgan. Chunki men offlaynni o'zi 2 martagina, 3 martagina ochganman, ko'p ochmaganman. Asosan menda o'quvchilar onlayn tarzda o'qigan va juda ham yaxshi natijalarga chiqishgan shu kungacha. Masalan, bu Xolida o'quvchim bo'lganlar, уже ular ham uy bekasi bo'lganlar, kursimda o'qiganlar, уже 5-darsdan keyin proyekt olib ishlashni boshlaganlar. Bular Madina bo'lganlar. Madina ham уже kursdan keyin 2 ta proyekt olib $400 daromadga chiqqanlar. Masalan, Barno o'quvchim, Barno ham уже kursdan keyin proyekt olib $400 daromadga chiqqanlar. Juda ham o'quvchilarning natijasi ko'p. Agar yana natijalar ko'rginglar kelsa, alohida kanallarimiz bor, o'zimning keyslarimning kanali bor. Ya'ni menda yaxshi, ya'ni o'zim qaysi proyektlar bilan ishlaganman shu kungacha, u kanallarimiz bor. NB Mediada proyektlarimizni targ'ib qilganmiz va alohida sahifa ochib qo'yganman. U yerda ko'rsanglar bo'ladi. O'quvchilar natijalari uchun alohida sahifa ochib qo'yganmiz Instagramda. U yerda ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, natijalar juda ham yaxshi. O'quvchilar ko'z tegmasa, ustozi qanaqa bo'lsa, o'quvchilari ham shunaqa bo'ladi deyshadi. Haqiqiy o'quvchi, haqiqiy shogird ustozdan o'tmasa shogird emas deyshadi-yu. Juda ham chaqqon, tirishqoq o'quvchilar keladi har safar oldimga. Prям горжусь deydi-yu. Hattoki Andijonda o'qigan eng zo'r o'quvchilarimdan bittasi eng birinchi потокimni bitirgan. Anunda gaplashib o'tirdim kechada Munisabonu bilan. Munisabonu, qanaqasiz, podkastimga kelaman deb o'tizsam, voy Nilufar opa, men bunaqa beremenda bo'lib qoldim, lekin ishlayapman deb xursand bo'lib gapiryotgandilar. Ya'ni o'quvchilarim ko'pi uyda o'tirgan holatda onlayn tarzda daromad topishadi, proyektlar bilan ishlab hozirgi kungacha yaxshi daromadlar topib kelishyapti. O'rtoqlar, hozir taymer ochaman 30 minutgina. Tushunishmadi. Menejerga PH'da yozasizlar. Hozir forma qo'yishimiz kerak. Formani to'ldirish uchun taymerligini aytib keting. Ro'yxatdan o'tish, ertaga menejerga telefon qilib, polностью kurs bo'yicha ma'lumot berishadi. Birinchi o'rtoqlar, 17 nomer qoldirib bo'ldi. Qaranglar, o'rtoqlar, tushuncha beray. Qaranglar, formani to'ldirasizlar. Hozir forma beraman. Telegramga forma tashaladi. Mana shu formani eng birinchi 100 ta to'ldirgan odam uchun joy ajratib bera olamiz. Forma to'ldirasizlar. Forma to'ldirganingizdan keyin ertaga sizlarga menejerlarim aloqaga chiqib kurs haqida ma'lumot berishadi, to'laqonli. Narxlari bo'yicha mana modullarini tushuntirib berdim. Ya'ni bu yerda SMM mutaxassislik bor, targetologlik bor, mobilografiya bor, stories makerlik bor, grafik dizaynerlik bor. Mana shu hamma yo'nalish, ya'ni ijtimoiy tarmoqda sizga nima kerak bo'lsa, nimadan foydalanish kerak bo'lsa, hammasi ichida bor. Ya'ni siz ertaga SMM bitirib ketib, voy endi menga mobilografiya kerak ekan deb yurmaysiz. Ertaga telebiznes bilan ishlayapsiz, voy menga logotip kerak ekan, kim yasab beradi deb yurmaysiz. Hammasini siz birato'la o'rganib chiqib ketasiz. O'rtoqlar, faqat qaranglar, menejerga yozib bang'alatib tashlabsizlar hamma joyi.
hozir forma beraman, link beraman, linkni to'ldirasiz. To'ldirganingizdan keyin ertaga qizlarim sizga aloqaga chiqadi. Lekin telefon jiringlaganda albatta ko'taringlar. Agar siz telefoningizni ko'tarmasangiz, уже bo'ldi. Sizga kuyib ketdi hisob, boshqasiga telefon qilishadi. Tushuntira oldimmi? Faqat 100 ta odamgina joy ajrata olaman. Hozir 30 minutda ichida to'ldirgani ulguringlar. Men ungacha 30 minutda ichida men sizlarning hamma savollaringizga javob berib turaman. Forma to'ldirganlar, masalan, bitta kurs umumiy sotmoqchi deymiz, 5% chegirma и 6 ta bonus darsga ega bo'ladi. O'rtoqlar, qaranglar. Plusi nimada? Hozir keyin 100 ta dona o'zi joyimizda kam, 100 ta dona. Yana forma to'ldirishga ulgurganlar uchun 35% chegirmani qo'lga kiritasiz. Bu bir. Ikkinchidan, undan tashqari 6 ta plus qo'shimchasiga dars beraman, bonus dars beraman. Hozir oxirida yana bitta dars beraman. Ya'ni sizga hozir men bonuslarimni taqdim etaman. 35% chegirmada kursga yozilsangiz bo'ladi. Ya'ni menejerlarim sizga yozishganda, sizga mana shu chegirmani qo'lga kiritibsiz, mana bu formani to'ldirgan ekansiz deb sizga aloqaga chiqishadi. Siz ya'ni bu yerda hozir 100 talikni ishiga kiryapsiz. Eng omadli odam, o'shaning uchun eng oxirgacha o'tirganlar eng omadlilar hisoblanadi. 100 talikni ichiga kiryapsiz. 100 talikni ichiga kirib ulgurib qolyapsiz. Undan tashqari 35% kursda chegirmada xarid qilyapsiz. Undan tashqari siz 6 ta bonus darsimni shunchaki sovg'a qilaman. Bu darsliklarni men shu paytgacha sovg'a qilmaganman. U o'zi kursimdagi darsliklar. O'shaning uchun shu darsliklarimga ega bo'lasiz. Bizda timer ketdimi? Vaqt ketdimi? Hozir bu kurs uchun qabul ketyapti-ku. O'rtoqlar, nimaga hozir olish kerakligini. O'rtoqlar, qaranglar, kurs necha pul deb yozyapsizlar? Kursni hali men narxini aytmadim. Agar siz nima uchun narxini aytmayapman? Chunki 100 ta dona joy. Boshqa joy yo'q. O'shaning uchun eng birinchi 100 ta ulgurib olgan, forma to'ldirishga ulgurgan odamga 35% chegirmada qilib beraman deyapman. Va kursni narxi sizni o'sha hamyoningizdan kelib chiqib 1 million bo'lganga 1 milliongacha bo'lgan tarifimiz ham bor. 1 milliondan oshiq tarifimiz ham bor. Ya'ni siz o'zingizni hamyoningizdan kelib chiqqan holatda o'zingizga qulay tarifni tanlay olasiz. Tushuntira oldimmi? Hozir narxi aytmayapman. Nima uchun narxi aytmayapman? Chunki bizda joy soni kam bo'lganiga eng birinchi 100 talikga kirsangiz, 100 talikga kirishingiz uchun forma tashladik Telegramga. Telegramga tashladimi? Telegramga forma tashladik. Mana shu Telegramdagi formani ustiga bosasiz. Ismingizni, nomeringizni qoldirasiz. Formani to'ldirib chiqib ketganingizdan keyin ertaga qizlarim, menejerlarim sizga aloqaga chiqishadi. Va aynan mana shu 100 talikni to'ldirgan odamlar, 100 talikga kirganlar, forma to'ldirganlarga 35% kursimni qo'lga kiritishni oladi. 35% chegirmada. Ya'ni siz skidkada kursni qo'lga kiritib olasiz va 6 ta qo'shimcha bonus darsga ega bo'lasiz. Shunchaki bepul qo'lga kiritasiz. Lekin bu yerda siz 35% chegirmada kursga yozilyapsiz. Tushunasizmi? O'shaning uchun ya'ni bu yerda siz hozir 100 talikni ichiga kirsangiz, o'shaning uchun joyimiz ekan. O'shaning uchun hozir narxi aytmayapman men. 100 talik nima deydi, перезаписи ichiga kirsangiz, siz kursni chegirmada qo'lga kiritgan bo'lasiz. Chegirmada, ya'ni sizga taqdim qilishadi qizlarim. Tushuntira oldimmi? Timerimiz ketdimi? 22 kursdan hisoblasangiz, bu 32 hozir 31 tanasi hisoblayanda 37 bo'ladi. 37 ta odam уже to'ldirib bo'pti o'rtoqlar. 100 talikni ichiga kirsam ham 6 ta bonusni berasizmi? 6 ta bonus olinsa. 6 ta bonus siz agar o'sha kursni oladigan bo'lsangiz, 35% da olasiz kursni. Qizlar ertaga sizga batafsil ma'lumot berishadi va o'sha joyingizni band qilganingizdan keyin 6 ta bepul bonusni sizga sovg'a qilinadi. Timer ketdimi? Timer ketdi. 22:45 dan hisoblaysiz. 22:45 timer ketdi. Shu 15 da. 23:15 gacha yarim soat ichida mana o'rtoqlar timer ketdi. Yarim soat ichida formani to'ldirgan ulguringlar. 100 ta odam uchun formani to'ldirishga berdik. 100 ta dona odam uchun, chunki joylarimiz kam. Lekin o'sha 37 ta odam forma to'ldiryapti. Ulgurib qolinglar. Men уже 44 ta bo'pti. Qanaqa to'ldirish ko'rsating? Tak, o'rtoqlar, qanaqa forma to'ldiramiz? Mana Mamutga ko'k rangli silka tashaldi. Mana shu forma. Mana shuni ustiga bosasiz. Mana
ustiga bosganingizdan keyin mana bunaqa forma chiqadi. Bu forma chiqqandan keyin ismingizni yozasiz. Mana ismingizni yozasiz. Tagiga telefon raqamingizni yozasiz. Mana men sizlarga hozir ko'rsataman. Tak. Telefon raqamingizni yozasiz, ismingizni, telefon raqamingizni yozasizda, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Hozir. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Kodi bilan kiritmabman men, o'shaning uchun menga отказ qilyapti. Mana. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Ana bu. Telegram yopiq kanalimiz bor, shu yerga qo'shilib qo'ying. Telegram. Kimga telefon qilyapti kuniga nechta odam? Telegram yopiq kanalga ulanib olasiz va o'sha yerda chunki biza ko'rib turishimiz uchun menejerlarimiz hammaga aloqaga chiqishga ulgurishdimi? Ya'ni bu yerda siz kutib o'tiribsiz, lekin sizga aloqaga chiqishga ulgurishmadi, esligidan chiqib qolgan bo'lsa, sizni mana shu danilari shu yerda turgan bo'ladi. Ya'ni qaysi odam bu yerda bor. Tushunasizmi? O'shaning uchun mana shu Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ertaga qizlarim sizga ulanib, kurs haqida batafsil ma'lumot berishadi, narxlarini aytishadi, 35% chegirmada aytishadi va mana shu 6 ta bonus darslikni qo'lga kiritganingiz haqida aloqaga chiqishadi. Lekin bitta narsani ta'kidlayman, telefon jiringlaganda bittada ko'taringlar. Chunki agar jiringlaganda siz ko'tara olmay qolsangiz, уже boshqa keyingi уже nomer qoldirgan odamga telefon qilib aloqaga chiqishadi. O'shaning uchun hushyor bo'lib turinglar telefoningizga. Bitta narsa, Fransiya qirolichasi, bu yerga biza o'zimizdan menejerlar nomerini tashlab qo'yamiz, o'zingizga saqlanib qo'yishadi. Shuni telefon qilganda, Nilufar qilmayinchalik. Tak, o'rtoqlar, yana bitta narsa, mana shu yopiq gruppamizda hozir nimani to'ldirganingizdan keyin anketaga avtomatik tarzda yopiq gruppaga tushasiz. Yopiq gruppaga podpiska bosib qo'ysangiz, u yerda menejerlar nomerini tashlab qo'yamiz. Ya'ni siz menejer nomerini saqlangiz qilib olib, ya'ni sizga aloqaga chiqqanda begona odam qilmabdi-da, bo'ldi, Nilufar opani menejeri telefon aloqaga chiqqan ekan deb, ya'ni meni menejerligimni bilasiz, men menejer nomerini o'sha yerga tashlab qo'yaman. Bemalol bilasiz, menejerim sizga aloqaga chiqdimi, yo'qmi? Ro'yxatdan o'tdim, lekin bonus darsini topolmayapman. Ro'yxatdan o'tib, bonus darsi ertaga kursga joyizni band qilganingizda beriladi va hozir oxirigacha o'tirganlar uchun yana bitta bonus darslik beriladi. Tushuntira oldimmi? Tak, savollar. Telegram yo'q-ku, Telegram kirilmadi. Menga Telegram Kimda bo'lmayotgan bo'lsa, men Google formani tashlaymiz, ulardan bitta. Tak, o'rtoqlar, agar Telegramga kira olmayotgan bo'lsanglar, hozir alohida yana Google forma tashlanadi, alohida silka tashlanadi, o'sha orqali kirsanglar bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tak, kurs nechi pul? O'rtoqlar, o'zi kursga 100 ta dona kursimga o'zi joy band qilishgan. Chunki dekabrda qolmagan, o'qishga ulgurmagan o'quvchilarim qolib ketgan, oldindan pulini to'lab qo'yishgan. Men yo'q bo'ldi, charchadim, hali beri kurs qilmayman desam, mayli tursin, o'qiymiz qachondir qilsangiz deyishgan. Puli yozilgan. Undan tashqari 1 oy oldin men Instagramda o'shani kontentlarim, videolarim to'pga chiqib ketganda kurs so'rashgan, kursingiz bormi? Mana shu pishiriq sohasini targ'ib qilganimdan keyin, kiyim-kechakni qanaqa sotishni targ'ib qilganimdan keyin ko'pchilik kurs so'radi. Yo'q, men hozircha kursim yo'q, keyinroq ochaman dedim. O'sha paytda o'zida уже odamlar yozilib qo'ygan. Ya'ni уже kursimga odamlar yozilib bo'lishgan. Hozir faqatgina marafon ishtirokchilari uchun 100 ta dona joy ajratib qo'ydik. Va mana shu 100 taliga siz oldindan ro'yxatdan o'tsangiz, ertaga qizlarim, menejerlarim sizga chiqib, kursimni skidka narxda aytishadi. Ya'ni aynan marafon ishtirokchilariga 35% chegirmada aytishadi. Va mana shu kursga siz joyingizni band qilganingizdan keyin o'zingizga ma'qul kelgan, ya'ni narxi sizga to'g'ri kelgan tarifni tanlaganingizdan keyin, joyingizni band qilganingizdan keyin sizga 6 ta bonus darslikni sovg'a qilinadi. Tushuntira oldimmi, o'rtoqlar? Tak. Bizada oxirgi 38 ta joy qolibdi. Сколько будет длиться платный курс? Tak, Shahzoda savol beribdilar. Kursim 2 oy, 2 oydan oshiq bo'ladi. Haftada 2 marta darsliklar bo'ladi. Ya'ni 2 marta darsliklar bo'ladi degani, 2 ta dona dars tashlanmaydi. Har safar 3 tadan, 4 tadan, 5 tadan darslik tashlanadi va sizda 3 kun bo'ladi vaqt. 3 kunning ichida siz
vazifa topshirasiz. Chunki bu yerda agar siz vazifa topshirmasangiz, natija ko'rmaysiz. Albatta vazifa topshirishingiz kerak bo'ladi. Va o'zim bilan alohida mana hozir qanaqa gaplashyapmiz sizlar bilan, yopiq kanalda chatlarim bo'ladi. Qo'shimcha chatlarim bo'ladi. Prямой efirlar qilaman. Именно kursimni o'quvchilari uchun. Masalan, kimdir qanaqadir savollari bo'ladi. Aytaylik, уже siz klient topib qo'ydingiz, ishlashni boshlayapsiz, nima qilishni bilmaysiz, nimadan ishni boshlolmayapsiz. Aynan nima yo'nalish o'zimdan o'sha именно kursimdagi o'quvchilarimga бесплатный tahlil, ya'ni bepul tahlil har bitta o'sha biznes egasiga yokida biznes bilan ishlayotgan o'quvchim uchun har bittasiga bepul tahlilni men qilib beraman. Ya'ni men bilan chat bo'ladi, связь bo'ladi, qayta aloqa bo'ladi, bemalol savollaringizga javob beraman. Yana qo'shimchasiga kuratorlar ham bo'ladi. Sizlar bilan aytaylik, o'sha har kuni bugun qanaqadir savolingiz bo'lib qoldi, ertaga qanaqadir savolingiz bo'lib qoldi, qaysidir darsda tushunmagan joyingiz bo'lib qoldi, kuratorga yana savol bersangiz bo'ladi va chatda o'zim bilan o'sha gaplashayotganda, конечно, закрытый kanalda bo'ladi u. O'zim bilan gaplashayotganingizda bemalol o'zimga yana qo'shimcha savollaringizni berib, yana o'zimdan tushunmagan joylari, darsliklarni tushunmagan joylaringizni va o'sha biznesingizni bemalol tahlil qildirib olsangiz bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlar bor, o'rtoqlar. Hozir yana bitta zo'r savol keldi. Ro'yxatdan o'tayotganimiz nima uchun? Sizni kursingizgami? Kursingiz haqida ma'lumot bering. Endi kirgandinglar. Xo'p, endi kirganlar bor ekan, qaranglar. Ro'yxatdan o'tayotganlar nima uchun? Kurs uchun aynan marafondagilarga 100 ta joy ajratdik. Kursim bor, boshida o'zi aytdim, men kursni muallifiman dedim, lekin ancha-muncha ma'lumot berdim. Bu yerda ishtirok etganlar daftariga ruchka daftari olib yozib olishdi ham. Oxirida kirib qolibsiz. Tak, kursimga уже yozilganlar bor. Dekabrdagi o'quvchilarim o'qolmay qolib ketgan 10 ta o'quvchim bor. Ma'lum bir sabablarga ko'ra 1 oy o'quvchilar yozilib qo'yishgan, kursim bor. Keyingi oy Xudo xohlasa ochiladi. Именно marafondagilar uchun 100 ta joy ajratib qo'ydim. То есть hozir nimaga ro'yxatdan o'tilyapti? Siz kursga 35% chegirmada ulgura olasiz. Ya'ni 35% chegirmada kursga yozila olasiz. Plus 35% chegirmada yozilganingizdan keyin men 6 ta bonus darslik qo'shib sovg'a beraman. Mana shunga ro'yxatdan o'tyapsiz. Tushundingizmi? O'shaning uchun siz agar kursda o'qish niyatingiz bo'lsa, именно chegirmada qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, именно bonuslari bilan qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tsangiz, ertaga sizga menejerlarim aloqaga chiqib, kursni narxlari bilan, butun полностью ma'lumotlar bilan sizga aloqaga chiqib, kursni yoritib berishadi. Tushuntira oldimmi? Lekin o'rtoqlar, ertaga marafonim 2-kuni обязательно mavzu именно biznesni qanaqa qilib targ'ib qilish kerak. Yana ham sotuvni oshirish yo'llari bo'yicha ertaga marafonim bo'ladi. Именно foydali ma'lumotlar beraman. Kiringlar, indinga ham foydali ma'lumotlar bo'ladi. Daftar ruchka bilan kirasizlar. Так, savollar. Так, есть ли отличие между дорогим, дешевым тарифом или одинаково? Так, Shahzoda, tariflarimizda o'zi 3 ta tarif, standart tarifi bor, premium tarifi bor, yana offline. Offline'da to'g'risi 10 ta dona odam, уже 5 ta dona odam yozilgan. Asosan u biznes egalari uchun, biznesi borlar uchun, или же уже qanaqadir SMMdan xabari bor, mijoz bilan ishlashga qiynalayotganlar uchun. Aynan именно налевойlar uchun emas u tarif. U tarif to'g'ri qimmatroq, lekin u tarif уже yuqori stepanga o'taman. Men уже SMMdan xabarim bor. Nalivoy emasman, novichok emasman, o'sha biznesim bor deydiganlar uchun u tarif. Aynan offline'dagi. Tushuntira oldimmi? Mana bu hozir Bonu degan qiz savol berdilar, shaxsiy brend. Shaxsiy brendingizni qilsangiz bo'ladi u tarif orqali, именно offline tarif orqali. Offline'da 10 tagacha odam olaman, 5 ta odam уже o'zim oldingi o'quvchilarim yozilib qo'yishgan. Gap shunda. Именно глубокий вникать qilaman siz offline yaxshi. Yo'q, men hozir Nalivoydan o'rganmoqchiman. Hali SMMni tushunmayman yaxshi, Instagramni knopkalarini ham yaxshi tushunmayman. Qayerdan boshlashni bilmayman desangiz, onlaynda o'qing. Прям onlaynda noldan hammasi o'rgatilgan, noldan уже professional darajagacha o'rgatilgan. Offlaynda более shaxsiy brendim ustida ishlamoqchiman, biznesimni уже boshqacha yo'lga qo'ymoqchiman. Menga прям realni joylaydigan keyslar kerak deydiganlar uchun offlayn yaxshi. Farqi shunda. И, конечно, offlayn qimmatroq, onlayn arzon. Aha. Bularda kurslar narxi qimmat. 3 milliondan tepa edi oxirgi marta ko'rganimda. Sizlarga u to'g'ri kelmaydi.
bizada Yo'q, bularda deganda yoki bizani aytyapti umumiy. umumiy aytyaptilar. Xo'p, o'rtoqlar, o'zi arzon narsani qiymati bormi menga aytinglar. Birinchidan, ikkinchidan men 6 yil avval eng birinchi olgan kursim $500 bo'lgan. Tavakkal qilib olganman $500 ga. Qanchalik siz qimmat olsangiz narsani, o'shanchalik siz yopishib olib o'qiysiz. Bu bir. Ikkinchidan, to'g'ri 3,5 millionga kurs qilganmiz, lekin hozirgi tarifda 3,5 millionlik kursimiz yo'q. 1 milliondan arzoni bor, 1 milliondan qimmati bor. Именно offline tarifdagi undan ham qimmat. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, agar siz prям bilim darajasida rivojlanaman, ham shaxs sifatida, ham bilimim darajasida, ham daromadim orqali rivojlanmoqchiman desangiz, o'zingizni bilimingizga yetkazadigan investitsiyaga ayashingiz kerak emas. Chunki men eng oxirgi kursni Aleksandra Mitroshdan taniysizlarmi yo'qmi? O'zim $3000 ga sotib oldim o'shaning kursini. Chunki men har yili bilimimni yangilab turaman. Menda mana hozir boya sizlarga raqobatchilarni gapirdim. Raqobat hamma joyda bor. Raqobat bo'lishi kerak ham. Raqobat sog'lom, raqobat hamma joyda bo'lishi kerak. Raqobat bo'lsa siz o'sasiz, raqobat bo'lmasa o'smaysiz. Meni raqobatchilarimdan ajralib turadigan joy, men eng zo'r qimmat kurslarda o'qiganim. Meni raqobatchilarimdan ajralib turadigan joy, bu mana shu sohamga tegishli 20 xildan oshiq kursda o'qiganim. Men SMM o'zida 3 xilida o'qiganman, marketingni o'zida 3 xilida o'qiganman. Aynan mobilografiya bo'yicha 3-4 xil kursda o'qiganman. Grafik dizaynerlikda o'qiganman, targetolog bo'lib o'qiganman, ham ishlaganman. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun meni kuchli taraflarim shunda. Va meni yana kuchli tarafim nimada? Buni baralla ayta olaman, buni baqirib ham ayta olaman. Hozir ko'pchilik dars sotayotganlar, men buni bilaman. Sotayotganlar endi o'zi o'rganib chiqadida, hali amaliyoti yo'q, o'zi proyekt bilan, loyiha bilan deyarli ishlamagan, 1 yillik, 2 yillik o'zi novichok bo'lib turib, boshqalarga xuddi o'sha kursni sotadi. Qayerdan kimdan o'qib chiqqan bo'lsa, copy paste qilishadi, kopировать qilib sotadi. Voy, men buni qilish kerak ekan, uni qilish kerak ekan. Menda unaqa emas. Menda butun boshli 6 yillik tajribam yig'ilgan, 70 dan oshiq loyihalarimning tajribasi yig'ilgan va butun mana shu 20 dan ortiq kurslarim ichida men aynan o'zimga, o'zimizni o'zbek mentalitetiga to'g'ri keladigan va o'zimizni ayolligiga to'g'ri keladigan o'zimning mualliflik kursimni ishlab chiqqanman. Va buni men bir o'zim qilmaganman. Mutaxassis bilan, metodolog bilan buni ustida shug'ullanib qilganmiz. O'shaning uchun gapirmoqchi bo'lganlar borgan qayerda? Telegramdan kirsanglar, kim qo'lini ko'tarsa, ochaman mikrofoninglarni. O'rtoqlar, qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol mikrofoninglarni ochaman. Bersanglar, savol bersanglar javob beraman. 7 minut vaqt joy bor. O'rtoqlar, bizda 17 minut vaqtimiz qoldi. Nechta joy bor? 17 dona joyimiz qoldi. Именно o'sha 100 taliga kursda 35% da chegirmada qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz va qo'shimcha 6 ta bonus darsda qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, именно o'sha 100 talik sonli anketani to'ldirsangiz, sizga qizlarim ertaga 35% chegirmada kursni narxini aytishadi. Savol keldi. Qancha bu anketani to'ldirganda narx yo'q, chunki men bu narxni bilmayman. Agar ertaga menga falon aytsa nima qilaman? Sredniy chekni ayta olasizmi? Sredniy chek? Так, sredniy chek aytmoqman, sizni hamyoningizdan kelib chiqqan holatda eng past chek narxi 1 milliongacha bo'lgan. Уже siz yo'q, ya'ni tarifiga qarab, men boshqacha tarifda, kattaroq tarifda o'qimoqchiman desangiz, ikkinchi tarifimizda уже 1 milliondan oshiq chek. Tushunyapsizmi? Sredniy chekimiz mana shunaqa. Ya'ni sizni byudjetingiz kamroq bo'lsa 1 milliondan arzon tarifni tanlasangiz bo'ladi. Agar yo'q, byudjetim yetarli desangiz 1 milliondan oshiqroq tarifni tanlasangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? O'rtoqlar, bizda 17 minut vaqt qoldi va 17 dona joy qoldi. 35% chegirmada yozilishga ulgurib qolinglar. Tak, уже 15 minut vaqtimiz qoldi. Tak, Telegramda mana. Tak, kimdir bizda qo'l ko'taryapti. Ochaman. Eshitaman. Assalomu alaykum. Favorite. Gapiring. Mikrofoningizni ochib qo'ydim. Так, есть отличие. Так, а между премиум и стандартным тарифом в чем разница? Так, Shahzoda savol beribdilar. Shahzoda zo'r savol beribdilar. Standart va premium tariflarimiz bor. 3 xil tarif. Standart tarif bor, premium tarif bor, offline. Endi offline'da 10 ta dona joy dedim. Уже unga ultrasilarni bilmayman. Tak,
Hozir bir daqiqa mikrofoningizni o'chirib turing, men tushuntirib beray Shahzodaga. Tak, tarifda standart bilan premium tarif shundaki, standart полностью noldan o'rgatilgan. Полностью mana yangi страничка ochish, страничкani или qaysidir biznes akkaunti, parol, loginini esingizdan chiqarib qanaqa восстановить qilish kerak, полностью noldan o'rgatilgan. Premium esa уже katta temalar kiritilgan premium, katta nazariy temalar, вот raqobatchilar, более глубокий вникать qilingan va premium plyusi nimada? Premium tarif sotib olganlarga standart tarif sovg'aga beriladi. Tushunasizmi? Farqi shunda. Premium tarif sotib olganlarga standart tarif sovg'aga beriladi. Standart tarifda esa aynan noldan boshlangan asosan amaliyotda o'tiladigan asosan nimalar? Darsliklar. Так, Odilova. Gapiring. Kim gapiryapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Menda savol, bizani biznes hech nima yo'q.